Liberal ta'lim bolalarga faqat progress deydi. Muvaffaqiyatga erishishing kerak deydi. Bolalarga muvaffaqiyat kerak emas aslida. Hozir juda ham ko'pchilik o'ylanyapti. Nima deganing muvaffaqiyat? Mashinani aytyapsanmi? Maktabni bitirmasdan buni olib berib qo'yibsanku o'zing deyapti-da. Biz uchun muvaffaqiyat bo'lgan narsa bir ayrim paytlari qornimiz to'yishi muvaffaqiyat edi. Kompyuter deganlarni biz Agat 9 ni ko'rganmiz. Hozir bolalarimizga 5-sinfda olib beryapmiz, 6-sinfda olib beryapmiz. Komfort yaratishga asoslangan ta'lim tizimi hozirgi bolalarda, hozirgi yoshlarda ishlamaydi. Aristotel davrida ta'lim olimning atrofida qurilgan, Platonning atrofida qurilgan yoki Suqrotning atrofida qurilgan. Hozirgi ta'lim tizimiga ko'p bo'lgani yo'q. 1800-1900-yillar oyoqqa turishni boshladi. Umuman insoniyat tarixini oladigan bo'lsak, bu juda ham tez eskirayotgan ta'lim tizimi hisoblanadi. Ko'p muvaffaqiyatli yigit-qizlar bilan gaplashaman. Tushkunlik bor bularda. Shuning uchun mana shu tushkunlikning keskinligi yildan yilga oshib boraveradi. Bolalarga IELTS olib berasan, rivojlanadi, ko'p kitob o'qiydi, tinmasdan kitob o'qitamiz, lekin mohiyat qani deyuradida ular. U ta'lim qiziqmaydi, sening uning tarbiyasi qanday? U ishlab chiqarish kerak. U muvaffaqiyatga erishish kerak. U bitirdimi komfort yaratish kerak. Bolalar aytayapti, baraka topkur, bo'ldi, nimani yedirmoqchisan yana menga-da? Nimani yedirmoqchisan menga? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hamid aka, xush kelibsiz bizani podkastimizga. Hamid Sodiq deb biz taniymiz sizni. Siyosatshunos, ilg'or fikrli, jamiyatga befarq bo'lmagan yaxshi bir g'oyalar, fikrlar berasiz. Menimcha juda ko'pchilik bizni ota-onalarimiz, bizani ko'ruvchi insonlar ham sizni tanishadi. Baribir shunday bo'lsa-da, o'zingizni bir tanishtirib o'tib boshlasak yaxshi bo'lardi. Va alaykum assalom. Avazbek aka, taklif uchun rahmat. Registon maktabi jamoasi taklif qilgan payti biz hamisha labbay deb javob beramiz, chunki oldin ham Fikrat loyihasi bilan hamkorligimiz bor. Shuning uchun yana bir marta rahmat deyman taklif uchun. Demak, men 1982-yil tug'ilganman, Xorazm viloyati Gurlan tumanida. Va o'sha tumandagi, Gurlan tumanidagi 6-son gimnaziyani tugatganman, umumiy oladigan bo'lsak. Va keyingi o'quv faoliyatim bu huquqshunoslik bilan bog'liq bo'lgan. Ichki ishlar vazirligi akademiyasida 4 yil o'qib, shu oliy o'quv yurtida 6 yil dars berganman 2010-yilgacha. Demak, va keyinchalik ham mening faoliyatim pedagogik faoliyat bilan davom etgan, ya'ni Ichki ishlar vazirligi akademiyasidan keyin o'sha Otaxon universitet deymiz, O'zbekiston Milliy universitetining huquqshunoslik fakultetida, keyinchalik boshqa fakultetlarda huquqshunoslik fakulteti tugatilgandan keyin pedagogik faoliyatimni yuritganman va Milliy universitetdan keyin bir nechta xususiy universitetlarda ham ishladim, ham oliy ta'lim sohasida edi. Umuman olganimizda mana shu huquq sohasida, siyosat sohasida pedagogik faoliyat bilan shug'ullanib kelyapman desak bo'ladi. Keyinchalik bu 2018-yil edi. Mana shu Fikrat loyihasiga kelganim va Fikrat loyihasida o'sha 2019-yildan keyin ko'rsatuvlar, maqolalar, kitob tarjimalari bilan ko'proq, undan keyin o'sha jamiyat fikrlarimiz bilan tanishib bordi desak bo'ladi. Mana shu qisqacha mana shunaqa faoliyat, mana shunaqa deylik hayot tarzi bilan yetib keldik. Rahmat. Hamid aka, bizani g'oyamiz ilk qadam deb nomlanadi. Podkastimiz nomi bir ilg'or fikrli insonlar, umuman jamiyatda lider deymizmi, ya'ni jamiyatni oldinga boshlaydigan insonlar boshlanish nuqtasi baribir maktablardan boshlanadi. Maktab partalarida millatni taqdiri hal bo'ladi degan juda mashhur ibora bor. O'shandan kelib chiqib biz mana maktablar sohasida faoliyat olib boramiz va sizdek insonlarni chaqirishdan ham maqsadimiz ham o'zimiz o'rganaylik, ham bizani eshituvchilar bilsin, ko'rsin degandek bir ochiq bir suhbatlashish niyatimiz bor. Maktablarni mana sizni shu hozirgi darajada bir inson bo'lishingizda, mana shu yo'nalishni, mana shu sohani tanlashingizda qanaqa ta'siri bo'lgan? Maktab bir davriga qaytaylik. Mana boshlang'ich sinfda o'qigansiz, o'rta sinflarda 5
to'qqizinchi sinfgacha o'qigan bo'lsangiz kerak menimcha. Yo'q, biz 11 o'n birinchi o'qiganmiz, ha. sinfgacha. Mana shu oraliqdagi shu maktab davri haqida sizda nimalar esda qolgan? A, mana shu maktab davrida mana shu insonlar bo'lmaganida men mana shu yo'nalishda ketmagan bo'lardim degan bir insonlar bo'lganmi sizda? O'zbek aka, bizlar 80-yillarni boshida tug'ilganmiz. Ya'ni bu o'ziga xos davr edi. Men hamisha eslataman, bu tizim o'zgarayotgan davr edi. 80-yillarda oladigan bo'lsak, sobiq SSR davlati ancha deylik o'zining umrining oxirini yashayotgan, parchalanayotgan, ijtimoiy, siyosiy muammolar o'tkirlashayotgan yoki o'tkirlashib bo'lgan desak ham bo'ladi. Va shu bilan birga bir ma'naviy tushkunlik mavjud bo'lgan davrda yashaganmiz. Ya'ni umuman ta'lim bilan bog'liq talablar ham pasayayotgan paytda o'sha mustaqillik bilan bog'liq fikrlar yangrayapti, lekin mustaqil bo'lganimizdan keyin iqtisod qanday bo'ladi, siyosat qanday bo'ladi, shu bilan birga ta'lim qanday bo'ladi, qaysi g'oyaning orqasidan ketamiz degan masalalarda noaniqlik bor edi. Va bunday sharoitda Ozbek aka, o'zingiz ham bilasiz, jamiyatda har bir sohada bir vaqtning o'zida boshboshdoqlik boshlanar ekan. Shu vaqtning o'zida boshboshdoqlik ma'lum bir insonlarga erkinlik ham beradi. Boshboshdoqlik yoki xavs o'ziga xos erkinlik bu. Ya'ni tartibga solinmagan erkinlik. Va mana shunaqa sharoitda avlodning katta qismi zavol ketadi desak ham bo'ladi, katta qismi. Chunki turli xil qiyinchiliklar ularni tabiiyki o'zining mavjud holatidagi yomon pozitsiyasi tarafga qarab olib ketadi. Masalan, SSRning qulashi sharoitida kim yomon pozitsiyada bo'lgan bo'lsa, tabiiyki SSRning qulashi nafaqat O'zbekiston uchun, butun dunyo uchun jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Va mana shunaqa sharoitda Ozbek aka, men yetarlicha ijobiy pozitsiyada edim deya olaman. Nima uchun? Chunki bu men bilan bog'liq emas. Bu mening oilamning pedagoglar oilasi ekanligi bilan bog'liq. Onam maktabgacha ta'lim sohasida ishlagan, fidoyi pedagog deb bilaman. Otam maktab ta'lim sohasida ishlagan, jismoniy tarbiyadan dars bergan, keyin Gurlan tumani hokimiyatida umuman sport sohasiga ko'p yillar javob bergan. Mana shu sharoit ya'ni menga o'z aslida bir davlatning qulashi, yangi davlatchilikning paydo bo'lishi bilan bog'liq ekstremal holatda menga ijobiy ta'sir ko'rsatganligini aytib o'tishim kerak. Va maktabda ham shunday bo'ldiki, O'zbek aka, buni o'zingiz ham juda ham yaxshi bilasiz, chunki bir xil davrda o'qidik va ko'pchilik bilan gaplashsam, hattoki Toshkentdan o'sha Xorazmgacha maktablarda bir xil holat bo'lgan. Bir xil muammolar, bir xil vaziyat. Eslasangiz, o'sha ko'pchilik o'qituvchilar ham tirikchilik uchun bozorlarga chiqishga majbur bo'ldi. Va aynan mening o'qiyotgan maktabimda qanchalik qiyin bo'lmasin, maktabga fidoyi bo'lgan o'qituvchilarning ko'pligi bilan bog'liq sharoit ham ikkinchi bir ijobiy ta'sir bo'ldi. Ya'ni hammaga qiyin. O'qituvchilar oilasi sifatida bizga ham qiyin. Bizlar ham boshimizdan o'tkazganmiz bu narsani. Lekin aynan maktabda ham fidoyi o'qituvchilar shukrki uchradi. Bu direktorimizdan tortib mening huquqshunoslik o'qituvchilarim, tarix o'qituvchim, rahmatli Xurshid aka, eslayman, ayoli Haytgul opam, bitta oila mana shu dars berganda, bittasi ustozim tarixdan, bir ustozim huquqshunoslikdan dars bergan. Bular ham fidoyi insonlar edi va mana shu jarayon bizga juda ham ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Ya'ni agar butun bir kontekst bilan oladigan bo'lsak, davr juda ham qaltis, har tomonlama qaltis, ya'ni kompleks qaltis desak bo'ladi. Ham iqtisod yaxshi emas, oilalarda, maktablarda ham axloq yaxshi emas. Ichkiliklar juda ham bir oddiy holat bo'lib qolgan edi SSR paytida. Va umuman ta'lim sohasi ham bittasi tugab, yangi bir davr boshlanish arafasida turgan vaziyatda mana shu deylik
shu vaziyatda Yaratganning bir rahmati, bir nimasi, ya'ni yordami bilan bir ijobiy aynan o'qish sharoitini qattiq ushlab o'qidik deb hisoblayman. Shuning uchun aynan sizning savolingizga keladigan bo'lsak, maktab sharoitida aynan mana shu vaziyatga to'g'ri kelganligimiz ko'proq mening yutug'im bo'lgan deb o'ylayman va haqiqatdan ham fidoyi o'qituvchilar, a, fidoyi ta'limga e'tiborli bo'lgan ota-ona qanchalik qiyin bo'lmasin, bu markaziy masalalar hisoblanadi. Shu yerda ruxsat bersangiz, O'zbek aka, hozirgi holat bilan ham solishtirib o'tsam, ya'ni men o'ylaymanki, O'zbek aka, a, yetar-yetmaschilik bilan bog'liq, davrdagi yetar-yetmaschilik bilan bog'liq sinovga qaraganda, a, yetib turgan, ya'ni hattoki ortiqchasi bilan hamma narsa yetayotgan davr xavfliroq. Ya'ni unga nisbatan. Ya'ni a, hamma narsa, ne'matlar oshib-toshib yotganligi xavfliroq mening nazarimda. Ayniqsa o'sha yosh shakllanayotgan bolalar uchun. Albatta bundan voz kechish kerak degan gap chiqmaydi bu yerda, lekin bu yerda aynan mana shunday sharoitda ta'limning o'ziga xosligi, farzandlarga ta'limning bunday sharoitda muhim ekanligi, ota-onalarning, o'qituvchining fidoyiligi masalalarida umuman boshqa konsept bilan o'zingiz ham juda ham yaxshi tushunasiz, boshqaruvni amalga oshirish kerak bo'ladi ta'lim sohasida. Shunday, to'g'ri aytasiz. Hamid aka, bizada ba'zi bir sizni sohangizga oid endi yaqinroq bo'lgan savollar bor. Bular nima desangiz, mana maktab boshqaruvi, mana biza xususiy ta'lim bo'lsak ham, bu bir diplomatiya, bir siyosat bilan bog'liq bir yo'nalish deb bilamizda ichkarida. Chunki maktab, mana o'zim kuzatganlarim, xususiy maktab bo'ladimi, davlat maktabi bo'ladimi, agar rahbar, ya'ni direktor zo'r, yaxshi inson bo'lib, o'zini sohasini ustasi bo'lsa, davlat maktablari ham zo'r o'qitayotgan, o'sha maktabga bolasini berish uchun odamlar ochirib turadigan maktablar ham ko'p. Xususiy maktablarda ham shu narsalarni ko'rasizda, ya'ni rahbarni roli, ya'ni shaxsni roli juda boshqaruvda ustun turar ekanda. Mana shu soha bo'yicha, ya'ni bizani ta'lim sohamiz bo'yicha men mana bizani o'zimizdan so'rasangiz, o'zimiz ham o'qituvchi bo'lganimiz uchun qaniydi endi butun O'zbekistonda ta'limni mana shunaqangi rahbarlarni qo'lida bo'lsa va butun bir ta'limimiz bittada tezlik bilan biz rivojlansak deb orzular qilamizda. O'shanga qanaqadir tavsiyalaringiz bormi? Mana bizlar ham rahbarimiz ta'lim sohasida, bizada ham kamchiliklarimiz ko'p, yutuqlarimiz bor o'ziga yarasha. Kamchiliklarimizni qatorlashtirsak, uni sonini topolmay qolamiz, hisobi ko'p. Bizaga bir siyosat deb bilaman-da men o'zimcha. Chunki bu boshqaruv baribir o'sha siyosatga borib ketaveradi. Kichik bo'lsa-da, endi mikro bir muhitda, mikro bir hududda. O'zi aslida umuman olganimizda har qanday insonning o'zida siyosiylik bor. Ya'ni fikrlashning mavjudligi bu insonning siyosiy ekanligidan dalolat beradi. Bekorga emas o'sha Aristotel ham siyosiy mavjudot degan insonni. Chunki fikrning mavjudligi insonga o'zidan tashqariga chiqib qarash imkoniyatini beradi. Rahbarning xususiyati ham shu. Boshqalarga tashqaridan, o'ziga ham tashqaridan qaray oladi. Ya'ni intellektual bir xususiyat insonga tegishli bo'lgan. Haqiqatdan ham juda ham katta maktablar tarmog'ini boshqaryapsiz desa bo'ladi. Bu yerda demak siyosatning belgilari bor, to'g'ri aytdingiz. Endi O'zbek bu yerda bir narsaga e'tibor berish kerak, ya'ni katta bir miqyosda qaraydigan bo'lsak, biz bugun shunday bir davrda yashayapmiz, ya'ni liberal ta'lim deyiladi. Liberal ta'limning xususiyati shundan iboratki, ta'lim byurokratlashtiriladi avval. Bu juda ham muhim belgi. Ya'ni biz hozir byurokratiyadan tashqarida bo'lgan ta'limni ko'proq xavf deb qabul qilamiz. Bu unchalik ham to'g'ri emas. Boyagi hujralar bilan bog'liq masalalar shundan kelib chiqadi. Chunki bu ta'lim hozirgi tizimning ta'limi emas. Ya'ni liberal ta'lim byurokratlashmagan, ya'ni byurokratik normalar tatbiq etilmagan ta'lim jarayonidan xavfsiraydi. Buning tabiatida bor. Endi xususiy ta'limni ham shuning uchun davlat standartlariga moslashtiradi. Bu birinchi belgisi. Ya'ni
birinchi belgisidan kelib chiqadigan foydali jihat shundan iboratki, ommaviy ta'limni bemalol tashkil qila olasiz. Nimada? Byurokratlashtirilgan ta'limda. Bir o'qitganda 10 mingta, 2 mingta, 5 mingta davlat millionlab odamni o'qita oladi. Va bu sharoitda ta'limni byurokratlashtirish kerak. Lekin ta'limni qancha byurokratlashtirish ekansiz, o'zining o'sha ekzistensiyasi deydi, sof mohiyatidan uzoqlashish xavfi bor. Bir yaxshi tomoni bor, bir yomon tomoni bor. Buni juda ham yaxshi bilasiz hozir men nimani gapirayotganimni. Chunki ta'limda siz hamma bolani umumiy olganimizda teng deb qabul qilasiz. Byurokratiya shuni majbur qiladi sizga. Teng deb qabul qiladi. Standartlar bor. Lekin teng emas o'zi aslida. Shuni. Va tenglashtirishga harakat qilasiz. Mana shu tenglashtirish jarayonida ayrim o'quvchilar deylik ta'limiy lat yeydi desak bo'ladi. Ayrimlarni yaqinlashtirasiz, ayrimlarni bosishga majbur qilasiz va hokazo. Demak, birinchisi, ya'ni liberal ta'limning o'ziga xos xususiyati uning byurokratlashtirilishidir. Va biz ko'pincha, ya'ni men o'zimning pozitsiyamdan kelib chiqadigan bo'lsak, juda ham katta bugun aynan mana shu narsani o'ylab ko'rish kerak bo'ladi. Oldingi ta'lim tizimlarimizni ham o'ylab ko'rish kerak bo'ladi. Endi ikkinchi masala bor, Avazbek aka. Ikkinchi masala bu ya'ni rahbarlarga bog'liq bo'lib qolganligi, bu ya'ni prinsiplar masalasi. Prinsiplar, ya'ni ayrim rahbarlar bor, uning asosiy prinsipi deylik maktab ta'limida ham ma'lum bir foydani ko'zlash. Oddiy qabul qiladigan bo'lsa yoki xususiy ta'limlarda ham asosiy maqsad foyda. Maktab ta'limida ham shunaqa direktorlarni biz kam uchratmaymiz. Ko'proq davlat maktabi bo'lsa ham o'zining ishiga biznes sifatida qaraydigan. Va shu bilan birga maktabni ham yaxshi qilib qo'yadi. Yaxshigina pul ham ishlaydi va maktabni ham yaxshi qilib qo'yadi. Maktabni qarasangiz, tashqaridan kirib borsangiz maktab juda ham zo'r. Lekin bu umumiy olganimizda biznes proyekt. Prinsip biznesga qarab ketgan. Lekin shunday maktablar ham borki, bu yerda prinsip mohiyat. Shuning uchun mening nazarimda yaxshi maktablar bugungi kunda mohiyatga urg'u beradigan, boyagi ruhiy asoslarga, ta'limdagi ruhiy asoslarga urg'u beradigan maktablar muhim deb hisoblayman. Albatta bu yerda o'sha birinchi, o'zi aslida bu qo'shtirnoq ichidagi prinsip, birinchi prinsip bilan tirashadi. Umumiy olganimizda mana shu keyingi boshqaruvda ham mana shu ikkita jihatni e'tiborga olish kerak. Birinchisi, xususiy ta'limga xalaqit beradigan narsa bu ta'limdagi byurokratiya. Ikkinchisi, men qaysi prinsip bo'yicha dars beryapman? Demak, birinchi prinsip tan oladigan bo'lsangiz, foyda ko'payadi, lekin sizda yaxshi o'quvchilar chiqmaydi. Ikkinchi prinsipni oladigan bo'lsangiz, yaxshi o'quvchilarni chiqarasiz va foyda kamayadi. Yana ham keskinroq aytaman. Ikkinchi prinsipni ushlaydigan bo'lsangiz, byurokratiya ham ma'qul yurmaydi o'zining tabiatiga ko'ra. Endi yumshoqroq qilib aytayapman byurokratiya degan paytda. Chunki mohiyatiga urg'u berilgan o'quvchi bu noqulay o'quvchilar bular o'zining tabiatiga ko'ra. Chunki siz o'zingizning davringiz uchun emas, kelajak davri uchun odam tayyorlaysiz. Kelajak davr odami tabiiyki o'zi tarbiyalagan avloddan itarilib rivojlanadi. Ya'ni sizga bir tabiiy ravishda qarshi chiqadi, sizning avlodingizga qarshi chiqadi. Yoki umuman olganimizda siyosatga qarshi chiqish belgilari ham bo'lishi mumkin. Ya'ni men oppozitsiya nuqtai nazaridan aytayotganim yo'q, o'sha avlodning kamchiliklarini, o'zini tarbiyalagan avlodning kamchiliklarini ko'rishni boshlaydi. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, mana shu jihatlarga e'tibor beriladigan bo'lsa, ijobiy tomonga o'zgaradi. Yana bir jihati, butun dunyo liberal ta'limdan charchagan hozir. Hozir suhbatimiz davomida nima uchun ekanligini ham aytib o'taman. Ya'ni bu ta'lim tizimi albatta demontaj qilinadi. Balkim bir necha 10 yillar kerak, lekin buni o'zingiz ham sezayotgandirsizlar. Buning sezilishi ta'limdagi tushkunlik bilan belgilanadi. Liberal ta'lim bolalarga faqat progress deydi. Muvaffaqiyatga erishishing kerak deydi. Bolalarga muvaffaqiyat kerak emas hozir.
Hozir judayam ko'pchiligi o'ylanyapti. Nima deganing bu muvaffaqiyat? Mashinani aytyapsanmi? Kompyuterda aytyapsanmi? Maktabni bitirmasdan buni olib berib qo'yibsanku o'zing deyapti-da. Biz uchun muvaffaqiyat bo'lgan narsa bir ayrim paytlari qornimiz to'yishi muvaffaqiyat edi. Kompyuter deganlarni biz Agat 9 ni ko'rganmiz. O'sha hattoki 9-10 sinflarimizda hamda. Hozir bolalarimizga 5-sinfda olib beryapmiz, 6-sinfda olib beryapmiz. Shuning uchun bu progressga asoslangan, komfort yaratishga asoslangan ta'lim tizimi hozirgi bolalarda, hozirgi yoshlarda, bugungi 8-10, 5-sinf bolalarda ishlamaydi. To'liq inqirozga qarab ketyapti. Demak, biz mana shu narsani umuman rahbar sifatida siz shu narsani zotan sezgansiz buni. Shu narsalarni hisobga oladigan bo'lsak, mening nazarimda keyinchalik o'sha ta'lim transformatsiyasidan yaxshi o'tib olsak bo'ladi. Azizlar, turli biznes yo'nalishlari hamda turli podkastlar yoki intervyular va shunga o'xshash YouTube loyihalari uchun Udip nomli agentlik bilan ishlayapmiz. Ular o'zining YouTube menejerlari bilan bizning mana shu loyihamizga yaxshigina o'zlarining hissasini qo'shishmoqda va ularni biz tavsiya qilamiz. Shunday. Hamid aka, men o'zim 9, 10, 11-sinflarimizga dars beraman-da. Nima uchun dars berishga qaror qildim desangiz, mana 2 yil bo'lib qoldi. His qila olmay qoldim. Chunki biz siz bilan mana shu avlodlar almashinuvi haqida gaplashyapmiz-ku, avlodlarni bir-birini tarbiyasi bo'yicha o'sha Aristotel davrida, o'sha davrlarda ham bu yoshlar gapga kirmaydigan deb aytishardi. Hozir ham o'sha gapda endi shunaqa pozitsiyadan kelinadigan bo'lsa, ularni his qila olmay qoldim. Chunki yoshim o'sha 40 dan oshgandan keyin o'zi ularni his qilish qiyinlashib qoldi. O'shanga dars berdim. Dars berganimda o'quvchilar bilan suhbatlashdim. Suhbatlashganimda o'zim uchun ko'p narsalarni kashf qildim-da. Ya'ni hozirgi yangi avlod qanaqa fikrlayapti o'zi, qarash qanaqa ularni, biz haqimizda qanaqa fikrda o'zi, masalan, esseylar yozdirib ko'rdim. Nimaga? Chunki mana bu maktabda hozir mana transformatsiyasi haqida gaplashyapmiz, ta'limni, tarbiyani bizlar ishlab chiqish ustida ishlayapmiz. Masalan, mana bunaqa bir g'oyaga keldimda, o'shanga sizni fikringiz kerak. Mana o'tgan safar ham bir ustozimizdan bu narsani so'radik, aynan mana shu savolni tarbiya borasida. Shu vaqtgacha meni g'oyam shunaqa ediki, maktabning asosiy funksiyasi ta'lim. Faqat ta'lim beradi, bilim mukammal holatda sifatli berish kerak. Tarbiya esa uyda, oilada, mahallada olinadigan bir yo'nalish deb bilardim. To'g'ri, maktabda ham bir qismi bor. Maktabda qaysi tomoni bor? Intizom tomoni bor, tartib tomoni bor, lekin haqiqiy ma'nodagi tarbiya oilada beriladi derdim. Lekin mana o'tgan safar o'sha ustozdan shu bir fikr keldiki, tarbiyani ham maktab berish kerak deyildi. Nimaga deyilsa, hozirgi holatdagi ota-onalarimizda bunga yo vaqt yetmayapti, yo'inki ularni naqasi yetmayapti, nima deydi, o'zlaridagi bor imkoniyatlar unga tarbiya berishga yetmayapti. Siz esa mutaxassis o'laroq ham ta'lim, ham tarbiyani millatni oldida bir bo'yningizga olishingiz kerak degan bir og'ir deymiz endi qo'shtirnoqchida, shunaqa mas'uliyatni yukladida. O'shanga sizni qarashingiz qanaqa? Hozirgi maktablar borib sekin butun bir ham ta'lim, ham tarbiyani bo'yniga olarmikin? Chunki rosa o'yladim o'shandan keyin. Chunki ertalab soat 8 da bizaga ota-onalar qoldirib ketishsa, soati 5:30 gacha bizda qoladi. Bu dushanbadan jumagacha, shanba kuni ham soati 1 gacha bizda o'qish bo'ladi. Bu degani asosiy vaqtini maktabda o'tkazyapti ekan. Demak, bizlar tarbiyaga ham mas'ulmiz deya olarkanmiz degan bir fikrlar paydo bo'ldi-da. Siz qanaqa fikrdasiz? Maktablar mana shu tarbiyaga ham borib mas'ul bo'lib ketarmikin? Azbek aka, mana Aristotelni esladingiz fikringizning boshida. Aristotel davridagi ta'lim mutlaqo boshqa ta'lim edi. Hozir biz byurokratik ta'limni esladik-ku. Aristotel davrida ta'lim olimning atrofida qurilgan. Shaxsning atrofida. Mana shaxs bo'lganda ham Aristotel endi. Olim. Masalan, Platonning atrofida qurilgan yoki Suqrotning atrofida qurilgan yoki bo'lmasa Beruniyning atrofida qurilgan, Ibn Sinoning atrofida qurilgan.
Hozirgi ta'lim tizimiga ko'p bo'lgani yo'q. Bu u 1800-1900 yillar o'sha oyoqqa turishni boshladi. Eslayman. Umuman insoniyat tarixini oladigan bo'lsak, bu a, judayam tez eskirayotgan ta'lim tizimi hisoblanadi. Chunki muammosi bor, mayli unga to'xtalmaylik. Ya'ni Yozbek, hozir mana shu Aristotel davridagi, hattoki bizning bobolarimiz o'sha masalan Imom Buxoriy a, deyilganda institut, universitet nazarda tutiladi-da, ya'ni uning atrofida. Hozir bizning jamiyatimizda, butun dunyoda mana shuni qo'msash bor. Hozir sizning yoningizga kelib, tarbiya ham sizniki deyotgani, qo'ying bu byurokratiyani deyapti. Mayli amal qil degani uchun amal qilib qo'yaveramiz, lekin ta'lim tizimi sizning atrofingizda vujudga kelsin deyapti ma'lum bir ota-onalar. Ya'ni sizni o'sha ustoz sifatida bir vaqtning o'zida ham bilimingizga, ham tarbiyangizga, ham prinsiplaringizga, yuqorida aytib o'tdik, prinsiplaringizga, ham o'zingizning oilangizga munosabatingiz, oilangizning ta'limga munosabati nuqtai nazardan umumiy ong ostida xulosaga kelgan ular. Va bir vaqtning o'zida sizga mana shu ta'lim tizimi sizning atrofingizda qurilsin deyapti. O'zi anglagan yoki anglamagan holatda. Chunki byurokratik ta'limda, o'sha liberal ta'limda tarbiyaga e'tibor berish degan narsaning o'zi yo'q u ta'lim tizimida. Chunki liberal ta'lim progressni istaydi. Masalan, liberal ta'lim uchun stanokning oldidagi odam muhim. Kompyuterning oldidagi odam muhim. Traktor SSR davrinikini ham shu ta'lim tizimiga moslasak bo'ladi. Traktordagi ayol muhim unga. U ayolning deylik bir haftada 1000 tonna paxtami, necha ming tonnadir paxta tergani muhim. Va bu ta'lim tizimi mumkin emas bunday, ya'ni 1000 yillab bunday tizimda dars berish. Ko'p bo'lgani yo'q, 100 yildan keyin o'zi bu sochilishni boshlagan bu ta'lim tizimi. Shuning uchun hozir shunday bir jarayon shakllanyaptiki, Avazbek aka, ta'lim endi insonlarning atrofida shakllanib boshlaydi. Ya'ni odamlar o'zining oyog'i bilan yurib kelib, men sizda ta'lim olaman deydi. Va keyinchalik ham shunday, mana bugun podkastda gaplashyapmiz, keyinchi bir necha yildan keyin bir tahlil qilib ko'rsak bo'ladi. Kimning maktabi deyishni boshlaydi va maktabning nomi aytilmaydi. Kimning maktabi? Shaxs aytiladi. Chunki yuqoridagi aytib o'tgan byurokratik va umuman yangi progressga asoslangan ta'lim o'zining ahamiyatini yo'qotib boryapti. Shuning uchun siz ham mana shu narsani sezyapsiz. Ya'ni siz hozir rahbar sifatida byurokratsiz. Shunday. Rahbar sifatida. Lekin ko'nglingiz to'lmayapti mana shundan. Va sizga o'zi aslida mohiyatan pedagogsiz. Pedagog, ustozsiz. Men ham shundayman, ya'ni. Men o'sha tashkiliy ishlar bo'ladigan bo'lsa o'zimni topa olmasdim-da. Yoki bo'lmasa qila olmaganda emas, bu ishga sho'ng'ib ketadigan bo'lsang, o'sha 180 gradus boshqa tarafga ketib qolasiz-da. Shuning uchun mana shu narsani sezyapsiz. Va mening nazarimda sizning umuman Registon va boshqa maktablarning ham bundan keyingi yutug'i haqiqiy pedagoglarni topish. Haqiqiy, sof, o'zining maqsadiga ko'ra, o'zining hayot maqsadi sifatida pedagog deyapmiz, o'zi aslida muallim. Muallim. Bizning haqiqiy nomini aytadigan bo'lsak, Payg'ambar alayhissalomlar ham muallim bo'lgan. Shuning uchun ham ular davrini o'zgartirgan. Va mana shu, albatta byurokratiyadan voz kecha olmaymiz. Kechish deyish ham noto'g'ri huquqiy jihatdan, qonuniy jihatdan. Lekin asosiy yo'li mana shunga bo'lish kerak mening nazarimda va mana shunday maktablar yutuqli maktablar bo'ladi. Uzoq muddatli maqsad qo'ygan va bunga erishadigan maktablar bo'ladi mening nazarimda. Hozir sizni tushunishimiz bo'yicha mana bizni maktabimizdan bir misol olib aytsak, aytganingizdek, bir sinfda 20-24 tacha o'quvchi bo'ladi va uni biza deylik qaysidir fanlardan guruhlarga ajratib, 3 yoki 4 ta gruppalarga ajratib, darajasiga qarab o'zlashtirish har xil bo'ladi odatda. O'shalarga qarab o'qitishga harakat qilamiz. Lekin individual alohida yondashuv uchun bizada ham vaqt, ham inson yetmaydi. Mana masalan hozir bizda umumiy 3000 ta o'quvchi o'qiydi, 1000 ta jamoamiz bor. Ya'ni 3 ga 1 to'g'ri kelar ekanmiz. Ya'ni
bu mana masalan davlat maktablarida endi o'zimiz bu narsani ko'rganmiz. Bu 8 yoki 9ga 1ga to'g'ri keladi. Biza xususiy bo'lganimiz uchun bizada vazifalar ko'p. Ertalabdan to kechgacha bola bizada bor bo'lgani uchun xodimlarimiz bizada ancha-muncha ko'proq ishlashga majbur bo'lishadi. Hozir mana men o'zim falsafa fakultetida Milliy universitetda o'qiganman. Hozir sizni fikrlaringizni mana shu ustozlarimizdan aynan shunaqa leksiyalar eshitaverganimdan tushunib turibman-da. Chunki bizada shunaqa leksiyalar bo'lardi ustozlarimizdan. Mana bu hozir mana liberal ta'lim haqida aytdingiz. Men o'zimni bir hamma uchun bir aniqroq, soddaroq bir tilda tushuntirishga harakat qilay. Masalan, biz endi men o'ylashim bo'yicha mana shu bir ishchi ruhiyatini tarbiyalaydigan bir ta'lim shakli bo'lganda, endi ishchilarni tayyorlaydigan, shunaqa desak to'g'riroq bo'ladi. Liderlarni, rahbarlarni, menejerlarni, xullas boshqaruvchilarni tayyorlaydigan bir ta'limga almashtirishimiz kerak demoqchi bo'lyapsiz. Men shunaqa deb tushunyapman. Ishchi ruhiyatida emas, bu tomonga olib o'tishimiz kerak. Buning uchun esa alohida yondashuv kerak. Har bitta insonni o'zidan kelib chiqib, o'zini imkoniyatlaridan kelib chiqib deyapsiz. Bunaqa ta'limni tashkil etish ishoning juda qimmat turadi. Endi biz shu ta'limni tashkillashtirish bilan shug'ullanganimiz uchun aytayapman sizga. Chunki biz mana hozirgi holatda men davlat mana tashkilotlariga borsam, mana davlat bizada ta'lim majburiy va bepul juda qimmatga tushishini bilaman-da. Chunki biz xususiy ta'lim bo'lganimiz uchun o'zimiz tashkillashtiramiz-u. Mana shu joyini ko'pchilik bilmaydi-da. O'zim shunaqa deb o'ylayman. Juda qimmat tushishini bir tushunmasdan davlat ta'limini ko'proq tanqid qilib qo'yadi. Men aytaman, bu oson emas. Maktab hozir qurish kam bo'lyapti-yu. Qurish kam, faqat maktab qurish bilan ham ish bitmaydi. Uni maktabni qurib bitkizib, unda pedagoglarni olib, ularga oylik to'lash, qancha bir masalaligini biz xususiy bir maktab bo'lib bilamiz. O'shanga ta'limni rivojlanishi uchun, ya'ni rivojlanayotgan hozirgi mana O'zbekistonda siz bizning kelajagimizda mana xususiy ta'lim rivojlanib boryapti, o'zingiz ham ko'rib turibsiz. Hozir bor yo'g'i adashmasam 2,5% borda qamrab olganmiz. Chunki 6,850,000 o'quvchi bor ekan O'zbekistonda. O'shandan bir 235,000tachasi xususiyda o'qiydi hozir ayni paytda. Buni miqdori qanchagacha boradi deb o'ylaysiz va xususiy ta'limni kelajagi O'zbekistonda qanaqa bo'lar ekan? O'zingizning fikrlaringiz? O'zbek aka, ya'ni biz suhbatlashyapmiz. Albatta bu juda ham katta sohani tahlil qilar ekanmiz. Qandaydir murakkabliklar paydo bo'ladi tilimizda, so'zlarimizda. Endi o'zi aslida bu ta'lim, ya'ni maktab ta'limini ham, xususiy ta'limni aytadigan bo'lsak, davr bilan bog'liq kamchiliklari bor. Uni hal qila olmaysiz. Ya'ni shu bilan yashaymiz biz. Masalan, Mark Aureliyning Meditatsiya degan asari bor. Bu Rim imperatori bo'lgan. Boshida bu tashakkur bilan boshlaydi. O'shanda bobosiga tashakkur aytadi. Meni jamoat maktablariga bermadi deydi. Va yaxshi ustozlarni olib kelib o'qitdi va bu pul sarflashga arzir ekan degan. Aynan shunaqa yozadi, pul sarflashga arzir ekan deydi. Va qarabsizki, Mark Avreliyday bir anaqa adolatli bir rahbar, ya'ni Rimning 5 ta eng yaxshi imperator bo'ladigan bo'lsa, 5-chisi. Undan keyin Rim imperiyasi ketgan. Shunaqa deydi, haqiqatdan qimmat. Qimmat, lekin bu yerda gap qimmatligida ham emas. Qimmatligida ham emas, albatta yaxshi ta'lim, maktabdagilardan yaxshi ta'lim beradi O'zbek aka. Bu yerda gap qimmatligida emas. Ya'ni hozirgi ta'lim miqdor va sifat uchun ishlaydi. Miqdor va sifat uchun ishlaydi. Bolalar bu narsani qabul qilmayapti hozir. Masalan, bu nimalarda ko'rinadi? Deylik, qochib qutula olmaysiz deganim. Ya'ni davrning bizga bog'liq bo'lmagan, oldindan shakllanib kelayotgan juda ham bir katta davrning kamchiliklarini yelkamizda olib o'tishimiz kerak. Faqat tushunishimiz kerak bu narsalarni. Misol uchun, mana IELTS olish degan epidemiya bor, masalan. Hozir rosa keng tarqalgan.
Ha, kerak epidemiya deyotganim, kerak emas deyotganim yo'q. Lekin siz tushunasiz hammaga kerak emas, lekin hammaga olib berishga harakat qilasiz buni. Hozir lekin mana yuqori ball olishni emas, o'ziga kerakli ball olishni tavsiya qilyapmiz. Umuman IELTS degan narsa bu o'sha oldingi ta'lim tizimidan endi ta'lim tizimi nimaga o'zgaryapti? Ta'lim tizimi sifat va miqdor yoki miqdor va sifat degan ko'rsatkichdan mohiyat degan ko'rsatkichga o'tyapti. Umuman ostin-ustun qilib tashlaydi bu ta'lim bilan bog'liq narsalarni. Bolalar IELTS oladi, bolalar turli xil nimalardan yuqori ball oladi, lekin ruhiy tushkunlikda bo'ladi. Ruhiy tushkunlikda bo'ladi. Mana o'zingiz eshitdingiz o'sha el yurt umididagi bolaning vafot etganligi, bularga yuklama ko'payib ketgan. Yuklama ko'payib ketgan. Men ko'p muvaffaqiyatli yigit-qizlar bilan gaplashaman. Tushkunlik bor bularda. Tushkunlik bor. Shuning uchun mana so'zimni eslaysiz, mana shu tushkunlikning keskinligi yildan yilga oshib boraveradi. Bolalarga IELTS olib berasan, bolalarga rivojlanadi, ko'p kitob o'qiydi, tinmasdan kitob o'qitamiz, lekin mohiyat qani deyuradida ular. To'xta, menga sifating ham kerak emas, soning ham kerak emas, menga mohiyatni ber. Va nima uchun Avazbek aka, ma'lum bir atrofingizdagi o'qituvchilar, o'quvchilar yoki masalan sizdan ham kuchli pedagoglar bor maktabingizda, bu shubhasiz. Shularning atrofida birlashib boshlaydi. Ularda ular o'quvchilar, o'qituvchilar, mana sizning atrofingizda ma'lum bir jamoa jamlangan. Sizning byurokratik yutuqlaringiz uchun emas, ichingizda mohiyat borligini qandaydir usullar bilan sezadi. Nimagadir intilyapsizlar, bu narsa emas o'zi, biz boshqa narsani qidiryapmiz degan narsa ichimizda borligi uchun shaxsan masalan deylik menga aytdi, Avazbek aka suhbat qilmoqchi ekan, men o'ylanib o'tirganim yo'q. Ayrim maktablarga o'ylanaman, ayrimlarga umuman bormayman, masalan. Kerak emas suhbat qilib, chunki prinsiplarni bilasizlar. Mana shu narsa, ya'ni hali to'liq anglab yetilmagan bir davr kirib kelyapti va o'sha davrning insonlari sifatida hozirgi 5-sinflar, 6-sinflar o'zining davrini qo'msayapti-da, qaysidir. Ichida o'zlari ham sezmaydi va bizning yutug'imiz qanday bo'ladi? Mana shuni ertaroq sezish va ularga bu tizimni to'liq buzib tashamagan holatda bir sekin buzmasdan bir o'tish, transformatsiya imkoniyatini berishimiz kerak bo'ladi mening nazarimda. Hozir kelayotgan fikrlar bularda masalan. Shuning uchun bu masalada hammamiz hamkorlik qilishimiz kerak. Seniki meniki degan narsa yo'q, to'g'ri aytdingiz. Hozir oldingi ta'lim tizimida ta'limning vazifasi ta'lim edi. U ta'lim qiziqmaydi, sening uning tarbiyasi qanday? U ishlab chiqarish kerak. U muvaffaqiyatga erishish kerak. U bitirdimi traktor haydash kerak, bitirdimi dasturchi bo'lish kerak. Komfort yaratish kerak. Ishlab chiqarishga hissa qo'shish kerak, iste'mol qilish kerak. Bolalar aytayapti, baraka topkur, bo'ldi, nimani yedirmoqchisan yana menga-da? Nimani yedirmoqchisan menga? Kerak emas kompyutering ham, kerak emas televizoring ham. Depressiyaga tushib boshlayapti bolalar. Depressiya bu bo'layotgan voqealarga, butun ijtimoiy infratuzilmaga tabiiy qarshilikning bitta ko'rinishi bu. Bolalar depressiyada hozir ko'pchilik. Telefonga qaraydi, depressiyaga tushdi. Telefonni isloh qilishimiz kerak deb o'ylashadi. Bizdan norozi ular. Ya'ni hozir yana men ham o'zim ham nimaga berilib ketyapman? Chunki o'zimizning farzandlarimiz bor, ya'ni shuning uchun mana shunaqa fikrlar o'tadi Avazbek odamdan. Mana o'zim dars beraman dedim-ku, o'shanda birinchi darsim maqsad haqida-da. 9-sinf bu degani 16 yosh bo'ladi. 15-16 yoshli yigit qizlar. Ular o'ziga bir oldiga maqsad qo'yib, sohasini aniqlab olgan yoki olayotgan bir yoshda bo'ladi. O'sha joyda mana hozir siz aytganingizdek mohiyatga kirib borishga harakat qilib gaplashamizda, esse yozamiz. Misol uchun men o'zim tushunganim mana shu maktab davrida bizning ustozlarimiz o'zi o'qishingdan maqsading bormi deganda-da, misol uchun maktabda o'qib yuribsan, nima uchun o'qiyapsan? Senga nima kerak o'zi? Undan keyin ham ustozlarimiz ko'p bu narsalarni aytadi. Ya'ni hozir mana biz maktablar tashkillashtiramiz, boshqa
ko'p o'quvchilarni o'qitamiz, tayyorlaymiz. Bulardan maqsad nima? Ya'ni maqsad orqasida, ya'ni niyatni orqasida juda ham katta bir kuch bo'ladi. Mana aytayotganingizdek bir mohiyat bo'ladi deyapsiz. Xuddi o'sha narsani bolalarga berganimda, misol uchun bolalar buni boshqacha, mana hozirgi o'quvchilar boshqacha qabul qilishdi. Ko'pchilik avval bu narsani mana eshitmagan ekanman. Masalan, men to'g'ridan to'g'ri savol beraman. Nimaga Registonda o'qiyapsiz deyman. Bizada eng qimmat bo'lsa, misol uchun, mana shuncha to'lab, undan ko'ra davlat maktabida ham o'qish mumkin edi-ku desam, ota-onasi jo'natganini aytadi ba'zi birlari bizda o'zini topmoqchiligini aytadi. Xullas, maqsad nima bo'ladi? Siz hozir aytganingizdek, ularni mohiyatini o'zlariga hech bo'lmaganda biza bera olmasak ham o'ylashga majbur qilish. Ya'ni men nima uchun o'qiyapman? Nimaga bu sohani tanlayman? Va kelajakda kim bo'laman va o'sha kim bo'lishim jamiyatga, millatga, vatanga, umuman ota-onamga nima beradi? Buni orqasida yashashdan bir ma'no yotadi-da. Xuddi shunaqa, to'g'ri. Mana shu narsalarni o'ylashga bir sekin olib borsak deb o'ylayman o'zimcha o'quvchilarni. O'shanda o'quvchilar o'zi yo'lini topishga harakat qilib, o'zi topadi deb bilaman. Chunki bizada endi mana ustozlarimiz ko'pchiligi mana shu g'oyada bo'lgan, bizaga yuqtirgan. Mana siz ham o'zingiz aytyapsiz-ku, nima uchun bunaqa ta'lim sohasiga kirib, ta'lim tashkillashtiruvchi bo'lib qolganmiz? Bu ham bir ustozimizni bir nimasida, nima deydi, bir qanaqadir taktikasi deymizmi, bizani bir mana bu Xitoy yoki Yaponiya, Koreya yoki Singapurlarni ko'rsatib, mana bular bir 50-60 yilda shu darajaga chiqdi. Nimaga, qanday chiqdi bilasizlarmi? Buni orqasida ta'lim turibdi. To'g'rimi desa, ha, to'g'ri dedik. Lekin yana ham chuqurroq qaranglar dedi. U yerda xususiy ta'lim turibdi dedi. Ya'ni ta'lim turibdi to'g'ri, lekin uni ham orqasida xususiy ta'lim turibdi. Ya'ni xususiy ta'limni kuchi shu darajadaki, davlatlarni shunaqa darajada tez rivojlantirish imkoniyati bor unda. Degandan keyin men butun bir kuchimizni, imkoniyatimizni xususiy ta'limga olib kirib, hozir ham mana shu yo'lda yuribmiz. Hamid aka, mana bu xususiy ta'lim haqida aytdik-ku, mana konstitutsiyamizga kiritilgani ham men uchun juda katta bir quvonchli narsa bo'ldi. Chunki ko'pchilik mana ishga olmoqchi bo'lsak, kadrlar aytardi, endi xususiy ta'lim qachon bir siyosat o'zgargunchada deb o'ylardi-da. Hozir endi bu bunaqa savol berilmaydi masalan. O'shanga oid bir ishonch odamlarda paydo bo'lyapti xususiy ta'limga. Mana shu ishonchni yanada ko'paytirish, oshirish uchun nima deb o'ylash kerak? Masalan, men hozir bitta joyda qiynaladigan joyim, mana davlat organlarida biz bir uchrashuvlarda yo'qda bu yoqda qatnashamiz. Bizani bir biznesmen deb ko'rishadi. Va nima deydi, pul uchun hamma narsani qiluvchi bir insonlar deb ko'rishadi-da. Lekin masalan, men tabiatimga to'g'ri kelmaydigan joyi, bu ishlarni biz pul uchun qilayotganimiz yo'q-ku, misol uchun. Shunaqa narsalarni hazm qila olmay qolaman. Jamiyatimiz bizani xususiy ta'lim odamlarini ko'pini shu pul uchun shu narsalar qilinyapti deb biladi. Endi hamma ham unaqa emas-turu, lekin aksariyat men o'zim taniydigan juda ko'pchilik ta'limda pul uchun yurayotgani yo'q. Ko'pchiligi fidoyi, yaxshi insonlarda. Jamiyat qarashlarini qanaqa o'zgartirish mumkin deb o'ylaysiz? Mana shu fikrlardan. Albatta, o'zi keling, ya'ni masalan, o'zi zamonaviy ta'limning muammolaridan biri bu ta'limga bozor sifatida qarash. Mana shunday fikrlarga olib keladi. Ta'lim bozori. Bu o'sha liberal ta'limning xususiyati. Hamma narsaga bozor sifatida qaraydi. Axloqqa ham bozor sifatida qaraydi. Qabristonga ham bozor sifatida qaraydi. Qanaqa bir reklama qo'ysam ekan deydiganlar bor o'sha rivojlangan nimalarda. Demak, biz bu bilan hisoblashishimiz kerak. Bizning madaniyatida, sharq madaniyatida ta'lim hech qachon bozor bo'lgan emas-da. Lekin afsuski biz zamonaviy modern davlat ekanmiz. Bu kamchiliklar bilan mana shu deylik oxirgi qarab ketayotgan paytda hamma narsa o'tkirlashadi, agressivlashadi. Mana shu agressivlikni ko'ryapmiz hozir. Shuning uchun bunga juda ham e'tibor berish kerak emas, lekin kam bo'lsa ham
hammaga tatigulik biznesmenlarimiz ham bor ta'lim sohasidagi. Bor. Rasvosini chiqarayotgan, a, avval boshdan ta'lim berish niyati yo'q. Ya'ni shu sohaga kirib kelayotgan paytda biznes qilaman degan 1% ham yetadi o'zi. Aslida undan bir necha barobar ko'p bo'lsa ham. Shuning uchun mana shu jihatiga qarab ular sizlarga biznesmenga qaraganday qaraydi. Bu birinchi masala. Ya'ni endi aytmoqchimanki, hozirgi sharoitda uzoq muddat mana shu narsani yelkangizda olib yurishga majbur bo'lasizlar. Ikkinchi masala shundan iboratki, davlat xususiy ta'limga ruxsat berar ekan, risk qilyapti. Ayniqsa postsovet davlatlari. Postsovet davlatlari, yumshoq qilib aytyapman, posttotalitar davlatlar ham deyiladi. Ya'ni oldin totalitar tuzumda bo'lgan va totalitarlikning xususiyati shundan iboratki, ta'limni total nazorat qiladi. Ta'limning bir o'sha qarish joyini e'tiborsiz qoldirmagan Esser. Shuning uchun ham Esserning ta'limi zo'rday ko'rinadi. Total nazoratga asoslangan, hech bir o'sha molekulasi, hech bir joyi nazoratsiz bo'lmagan. Hamma joyda proses aynan ta'limga e'tibor bergan va mustaqilligimizdan keyin bir muddat xuddi shunday qilishga harakat qilishdi. Lekin hozir bu siyosiy iroda deyish kerak. Ya'ni prezidentning mana shu xususiy ta'limga ruxsat bergani bu siyosiy iroda. Nima uchun? Chunki xususiy ta'limda erkin qanday bo'lishidan qat'iy nazar, biznesga asoslangan, qadriyatga asoslangan bo'ladi, qanday bo'lishidan qat'iy nazar, erkin fikrlab, ya'ni siyosatga nisbatan, boshqa sohalarga nisbatan erkin munosabat bildirayotganlarning foizi karrasiga ko'proq bo'ladi. Shu nuqtai nazardan demak prezidentning bu umuman ta'limdagi qabul qilingan qarorlarning ijobiy ekanligini ko'rsatadi. Nima uchun degan savol. Nima uchun davlat risk qilyapti? Chunki inson kapitali bu energiyasi tugamaydigan kapital. Rahbariyat tushunyaptiki, bo'ldi, oltin, gaz, neft tugab boryapti. Bir joyda teshib hisoblagichda счетчикni o'rnatib qo'yib, kuchlatar tizimlarga pul berib o'tiradigan, qolganlarni qo'rqizish uchun bo'ldi, bu davr bo'ldi, tamom. O'zbekiston bunday yasha olmaydi. O'zbekiston bunday yashashga haqqi ham yo'q, agar imkoniyat bo'lgan taqdirda ham. Chunki biz nafaqat O'zbekiston uchun, balki butun Markaziy Osiyo uchun qaysidir ma'noda markazda turgan bir siyosiy markaz sifatida, fikr yetkazib beruvchi bir markaz sifatida bir qandaydir mas'uliyatimiz bor. Shuning uchun qanchalik qiyin bo'lmasin, mana shu yo'nalishga o'tyapti va Ozbek aka, bu yerda men bir muhim jihatini aytaman. O'zingizni hech narsaga qodir emasdek sanamaslik. Men hal qilaman, tadrijiy ishlash. Kurashchan bo'lish, o'sha Hamzalar ham, jadidlarimiz ham shunaqa bo'lgan-ku. Bir gazetasini yopsa, ikkinchisi bir maktabini yopsa, ikkinchisi, uchinchisi ochavergan. Shunga o'xshab, ya'ni men bu qilayotgan ishingizni hattoki unaqa bo'lmasin, eng kichkina holatingizga qaytib qolganda ham muhim ekanligini sezib turishingiz. Bitta bola ham ko'p narsani o'zgartirib yuboradi, o'sha mehr berib tarbiyalaydigan bo'lsangiz. Shuning uchun mana shu muammolardan kelar ekanmiz. Davrimizning biz hal qila olmaydigan qiyinchiliklariga sabr qilish va o'zimizning qilayotgan ishlarimizni ahamiyatsiz sanamaslik masalalariga e'tibor qaratishimiz kerak. Shunday. Mana bu masala meni ko'p o'ylantiradi maktabda. Mana masalan, biz hozir maktabda asosiy ta'lim bersak, deylik, aniq fanlar, matematika, fizika, kimyo, biologiya, bu bo'yicha bilimlar qanchalik ko'p bersak, mana bu axloqan agar e'tiborsiz qarasak, ular xuddiki endi o'xshatish qilaylik, atom yoki vodorod bombalarini yasaydigan aqlli insonlar, lekin axloq yo'q bo'lgan bir kimlarnidir tarbiyalab qo'yishimiz mumkin-da bu maktablarimizda. Mana shu joyda biz shu me'yorini, nuqtasini topishga qiynalamiz doim. Ya'ni maktabdayoq bu narsa berilishi kerak aslida. Mana shunga o'zingizda qanday qarashlaringiz bor? Biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Ozbek aka, o'zi axloq degan narsa ko'p o'rganilgan. Qisqaroq qilib aytadigan bo'lsak, insondagi axloq ixtiyoriy mobilizatsiyaga, ixtiyoriy harakatga energiya beradigan bir manba hisoblanadi. Axloq deganda oddiy narsa. Odam hech kimning ta'sirisiz, ota-onaning,
o'qituvchining, boshqalarning ta'sirisiz ixtiyoriy mobilizatsiya, ixtiyoriy harakatga keltiradigan narsa axloq deyiladi. Shuning uchun ham axloqqa davlat ham e'tibor beradi. Chunki axloq umumiylashadigan bo'lsa, mobilizatsiya ham umumiylashadi. Pul bermasang ham, rag'batlantirmasang ham qilinadi. Masalan, shunday axloqlardan biri masalan ibodat axloqi. Ibodat axloqi, masalan, ibodat masalasi qonun bilan tartibga solinmaydi. Misol uchun aytayapman, mana islomdagi, muqaddas dinimiz islomdagi ibodat axloqi. Millionlab insonlarni ertalab uyg'otadi. Ya'ni ixtiyoriy mobilizatsiya. U odamga pul ham bermaysan. U odamga ertalab uyg'ongani uchun oylik ham to'lamaysan. Uning qandaydir bir rejimi ham mavjud emas, lekin millionlab odamlar mana shu mobilizatsiyaga keladi. Davlat shuning uchun o'ylanadi bu narsalarni, axloqiga qarashimiz kerak deb. Va bugungi yoshlarimiz bizga xos bo'lmagan masalalarda ixtiyoriy mobilizatsiyaga kelyapti. Telefonga yuguradi, telefonda soatlab o'tiradi. Shuning uchun mana shu axloq masalasi mana shu jihatidan muhim hammamizga. Ya'ni farzandlarimiz bizning ta'sirimizsiz yoki bo'lmasa biz tushungan axloq ta'sirisiz qanday harakatga kelyapti. Mana shu narsa cho'chitadi hammamiz. Hozir bizning nimamizdan chiqib ketib qolgan. Nazoratimizdan chiqib ketib qolgan. Endi Avazbek aka, axloq insonni harakatga keltirish uchun o'sha axloq deb qabul qilinayotgan inson shuni reallikka bog'lay olish kerak, o'zining realligiga bog'lay olish kerak. Biz shuning uchun bu masalada konseptual yondashmaydigan bo'lsak, jiddiy o'ylangan bir masalada yondashmaydigan bo'lsak, axloq darajasiga ko'tarilmaydi. Ya'ni axloq ixtiyoriy harakatga keldi va bu ma'lum bir natijani berish kerak. Mana shu jihatlarni e'tiborga oladigan bo'lsak, biz bugun o'zimiz tushunmagan, tushuna olmayotgan juda ham katta muammoning oldida turibmiz. Bilmadim bu so'zlarimni qanchalik bera olasiz. Dinni xavf sifatida ko'rmaslik kerak. Sodda qilib aytayapman. Chunki har qanday yangi axloq dinning ishtirokida shakllanadi. Ya'ni hayotdan maqsading nima? Nima uchun o'la olasan? Degan savollar axloqning o'sha eng asosiy markaziy belgilari, ustunlari hisoblanadi. Shuning uchun bundan buyog'iga shunaqa davr kirib kelyapmiz. Dindan qo'rqish kerak emas. Mana bizlarda ko'p uchraydi. Chunki dinsiz axloq shakllantirib bo'lmaydi. Harakat qilmaylik. Mana shuncha resurs bilan SSR nima qildi? Yangi axloq shakllantiramiz deb. 70 yilning ichida qulab ketdi borku, butun hammasini axloqsiz qilib tashladi. Odamlar bir-biriga ishonmaydigan bo'lib qoldi. Odamlar deylik yoshlar jinoyat olamiga kirib ketib qoldi. Va hokazo. Shuning uchun mening nazarimda bugun davlat miqyosida axloqni o'ylashda mana shu hozir bir keskin fikrday tuyulayotgan masalalarga murojaat qilib ko'rish kerak. Iymon bilan bo'ladi demoqchi bo'lyapsiz. O'zi iymon degan narsa bu mohiyat degani. Shunday. Mana shu masala mana hozir yuqorida aytgan narsalar bizani ham ancha-muncha qiziqtirib, o'ylantiradigan joyi ko'p. Ayniqsa mana shu axloq mavzusi, keyin bu axloq bu insoniy yuqoriroqda turadi-da, bu odob, bu kichik har kunlik bir harakatlarimiz bo'lsa, endi bu boshqa bir namuna shaklida beriladi. Endi sizni biza ko'p kitob o'quvchi va ko'p kitob tarjimalar qilganingizda, tarjimalaringizni biz o'qiganmiz. Misol uchun mana biza shu universitetda o'qiyotgan vaqtimizda bir orzu qilganmiz, o'zbek tilida bo'lsin degan kitoblarni siz hozir tarjima qilyapsiz. Bizada kitob o'qishga qiziqtirishga bolalarni harakat qilamiz, lekin notebook beramiz deylik, masalan, o'zlari qiziqadigan telefon beramiz, nimadirlar beramiz deb harakat qilamiz-u, lekin biz o'ylagan foizda qiziqtira olmayapmiz ularni. Hozir bir zamon oxirgi 10 yil deylik, mana shu 15-yildan mana 25-yilgacha oralig'ida keskin o'zgarish bo'ldi. Kitobga nisbatan qarashlarda, foizlarda O'zbekistonda oshgandir. Lekin baribir umuminsoniy ma'noda o'sha telefon degan bir matoh ko'p narsalarni tortib olib qo'yayotgandikda bizda. O'sha bo'yicha siz qanaqa qaraysiz? Biza o'sha o'zimizni shu kitobimizga qaraymiz, misol uchun mana biza kitob o'qib maza qilgan davrda yashaganmizda, boshqa narsa bo'lmagan bizda. Kerak bo'lsa sham yorug'ida ham kitob o'qiganmiz. Buni bir katta bir ish ham deb hisoblamaganmiz o'sha vaqtda.
Endi hozir esa oddiy bir kitob o'qishni o'zini bir qahramonlik deb ko'rishyapti-da o'quvchilarimiz. Shunaqa bir davrda yashab qoldik. Albatta, kitob o'qish bu progressning bitta turi, rivojlanganlikning bitta turi. U hozirgi ta'lim tizimining eng boy mana suhbatimizdan beri aytib kelyapmiz. Xuddiki kitob o'qisa, bu o'sha sen rivojlangansan. O'zi joniga tegib bo'ldi mana shu progress degan narsa bolalarimizning. Shuning uchun bundan buyog'iga kitoblar farzandimiz ma'lum bir mana konsept degan tushunchani ishlatyapman. Ma'lum bir tugal g'oyani bermagunicha kitob o'qimaydi. Mening o'qiyotgan kitobim men intilayotgan g'oyaning qaysi joyini to'ldiradi degan savol ularni kitob o'qishga majbur qiladi. O'zi o'qishni boshlaydi. Hozir biz aytyapmiz, kitob o'qisang zo'r bo'lasan. Kitob o'qisang puling ko'p bo'ladi, puling ko'p bo'ladi. Komfortda yashaysan kitob o'qisang. Hozir ham yashayapman-ku deyapti-da. O'zingiz qilib berdingiz-ku deyapti-da. Ya'ni maqsadim, menga oldimga qo'yayotgan maqsadimni qilib berib turib, nimaga endi menga kitob o'qityapsiz deyapti-da. Nimaga ular mutlaqo ya'ni o'zini tutishi bilan to'g'ri sotsiologik nuqtai nazardan to'g'ri yo'l tutyapti ular. Demak, hozir bolaga umumiy konseptni, hayotdagi konseptini tushuntiradigan bo'lsa, keyin mening nazarimda kitob o'qishni boshlaydi. Men o'zimning farzandlarimda ko'raman bu narsani. Mana eng kichkinasi menda o'g'il, hali yosh, kattalari o'sha hayotiy konseptini aniqlagan. Ixtiyoriy kitob topib o'qiydi, murakkab kitoblarni o'qiydi. Mana shu joyini to'ldirar ekan, mana shu kitob mana shu joyini to'ldirar ekan deb biladi. Ya'ni mening hayotiy maqsadim, dunyoqarashim, borliqni tushunishim, o'limdan keyingi hayotim, shaxs sifatida shakllanishim degan masalalarni umumiy o'sha konseptining ichida bo'lgandan keyin kerakli kitoblarni topib o'qishni boshlaydi. Shuning uchun mening nazarimda bunda ham jiddiy o'zgarish bo'ladi. Bolalarning kitobdan bezib qolayotganligi biz ko'p takrorlaydigan narsalar bor. Informatsiya ko'payib ketib qoldi. Telefonda informatsiyaning manbalari ko'payib ketib qoldi degan narsalarni bu endi tashqaridagi masalalar. Lekin uni ichiga qaraydigan bo'lsak, bugun bolalar biz yillar davomida taklif qilib kelgan ta'lim tizimidan rozi emas. O'zlari tushunmaydi bu rozilik va bu depressiyada namoyon bo'ladi. Depressivlik bu avlodning noroziligini bildiradi. Men ko'p joylarda aytib kelyapman. Bolalarning depressivligi bu telefonga yopishib qolganligidan emas. Avlodning depressivligi o'zidan oldingi avlod, ota-onalar avlodidan noroziligidan kelib chiqadi. Ikkinchi jahon urushi xuddi shunaqa bo'ldi. Birinchi jahon urushi xuddi shunaqa bo'ldi. Davr o'zgarishi hamisha mana shunaqa depressivlik bilan kelganligini ko'ramiz. Shuning uchun Avazbek aka, mening nazarim, bilmadim hozir bu qisqa bir ko'rsatuvda umumiy hamma joyini aytib bo'lmaydi, lekin keling shu gapni ishlatay, radikal qarorlar bilan bo'ladi. Ko'rasiz hali. Ya'ni keskin qarorlar bilan bo'ladi bu narsalar. Siz bir zo'r bola tarbiyalaysiz, ko'pchilikka yoqmasligi ham mumkin bo'lar. Haqiqiy boyagi siz zo'r shogirdingiz, lekin jamiyatga noqulay. Shunaqa bir yo'llar bilan mening nazarimda ko'rinadiganday ko'rinadi menga. Hozir mana yuqorida depressiya deb aytyapsiz-ku, mana men masalan o'zimizda o'quvchilarimizga sizlar maza qilyapsizlar deyman. Nimaga desangiz, Xitoyda, Yaponiyada, Koreyada bolalarni o'qiyotganini bizlar ko'ramizda. Mana ertalab soati bilmayman 8:30-9 dan o'qish boshlansa, soat 4 gacha o'zini davlat maktabida o'qishadi. Undan keyin yana kurslarga borib, soat 9 gacha kechqurun har kuni shunaqa bosim bilan o'qishadi. Keyin har xil olimpiadalarga tayyorlanishadi. Xullas shunaqa ko'p bosim bilan o'qishadiki, ya'ni ularni depressiyasini tasavvur qilish qiyin deb o'ylayman-da. Ya'ni shunaqa qattiq bosim bilan o'qiydi, lekin mana dunyoda ko'rsangiz hamma joyda olimpiadada yutgan o'sha ko'zlardan bilasiz-ku, o'sha yo Yapon, yo Koreys, yo Xitoy bo'ladi-da. Butun dunyoda hozir fuqaroligi to'g'ri, u Avstraliyadir yoki Amerikadir yoki boshqa bir davlatdir, lekin o'shalar eng yuqori shunaqangi ko'rsatkichlarni ko'rsatishyapti hozir. Ya'ni ular ko'proq depressiyada deb ularga men o'zimizning o'quvchilarimizga endi bir naqa beraman-da. Ular siz aytganingizdek biz bosimni tagida qolib ketyapmiz deyshadi. Nimaga? Chunki bizlar ham endi olimpiadalarga tayyorlaymiz bolalarni. Yaxshiroq o'qinglar deymiz, o'rganinglar deymiz.
Bizlar endi shu nasihat shaklida ko'rsatib o'quvchilarimizga bermoqchi bo'lamizda. Mana shu bularni yo'li hozir mana bular tezlikda rivojlanib ketdi. Endi men o'zim ko'proq kuzatadigan joyim o'shaning uchun nima deb o'ylaysiz? Bular shunchalik depressiyasini, ertaga natijasini qanaqa olarkin? Bu juda ham muhim savol O'zbek aka, qarang. Mana olimpiada deymiz, turli xil olimpiadalarning ham turlari ko'payib ketdi. IELTS deymiz, SAT deymiz, bular ham olimpiadaga o'xshagan narsalar bular ham. Va bolalar to'ydi bu narsadan-da. Ya'ni o'sha finalizm deyiladi bu narsa. Ya'ni hamisha final muhimda. Jarayondan ko'ra final. Va hozir sizlar bundan kecha olmaysizlar. Bola kelmay qo'yadi sizlarga. Ya'ni biz mohiyatni o'rgatamiz deydigan bo'lsangiz, mohiyat degani bu total jim bo'lish, ya'ni ichingga cho'kish o'zi aslida bu. Anu men hozir o'zimning oilamda ham xususiy maktabda o'qiydi. Telefon qiladi masalan, ayrim fanlarda yetisha olmayapti. Qizlarimga telefon bo'lmagan. Lekin O'zbek aka, men butun normal qabul qilyapman bu narsani. Ko'proq muammolar kelgan paytda qanday jim o'tiribdi, ya'ni o'zim pedagog sifatida-da. Jimligining tarkibini bilgim keladi-da, bu kichkina o'g'limning. O'ylanib o'tiradi ayrim paytlar. Hali o'yin qaroqligi bor, futbol yaxshi ko'radi. Hech unaqa qilmayman, ya'ni nima deb o'ylaysan, mana shu masala mana bundoq ketyapti hozir. Matematikadan, ingliz tilidan. Va O'zbek aka, butun dunyodagi olimpiadalar bilan bog'liq muvaffaqiyatlarning, mening nazarimda o'sha boshqa xalqlarning muvaffaqiyatlarining tagida juda ham katta bo'shliq bor. Hozir siz aytayotgan jamiyatlarda, ayniqsa Xitoyda, jamiyat taklif qilayotgan statuslarni total inkor qilish bor. Hattoki oila ham kerak emas deyapti. Oilani nima qilaman, qimmat deyapti va uyiga qamalib olish bor. Jamiyat taklif qilgan, davlat taklif qilgan orden deysizmi, boshqa narsalar deysizmi, mansab deysizmi, hattoki oilani ham inkor qilish bor. Mana shuning uchun ham Xitoyda aholi kamayib ketyapti. Aynan shuning uchun deyotganim yo'q, men demografiyaga aralashmay hozir, yoki Yaponiya. Yaponiyada uyda o'tirib, shuncha yaxshi nimalarda o'qib uyda o'tirganlar juda ko'p, eshikka chiqmay, tashqariga chiqmaydiganlar. Shuning uchun bir vaqtning o'zida Hamid aka deb savol berishingiz mumkin. Bu standart bu. Qayerga qochib qutulasiz bu standartlardan? IELTS berishingiz kerak, lekin aynan mana shu davrning insonsizki, bir vaqtning o'zida ikkita juda ham og'ir yukni ko'tarishingiz kerak. Bir vaqtning o'zida mana shu jahonning hozirgi bu boyagi keskinlashib ketgan kasallikka o'xshaydi-da, nima qilishimiz kerak? Boshimizdan kechirishimiz kerak. Shu vaqtning o'zida boyagi mohiyat insonlarini ham tayyorlash, total jim bo'la oladigan insonlarni tayyorlash, jiddiy o'tirib haqiqiy reallikka bog'lanadigan, haqqa bog'lanadigan bolalarni ham o'ylashimiz. Qanday bilmayman. Uyda ham o'sha oilangizda ham deylik, bolalarga ham menga e'tiroz ham bildirishadi-da, qattiq qo'lmassiz deydi-da. Men ichki ishlardan chiqqan odamman. Qattiq qo'l bo'lish qanday bo'lishini ham, qanday qattiq qo'l bo'lishini ham bilaman, lekin gap unda emas-ku. Hozir boshqa avlod-ku bu. Hozirgi avlodda ichida suitsid ko'p. Ayrimlari chiqmayapti, boshqadan mayli gap unda emas. Suitsid ko'p bolalarning ichida. Ya'ni suitsid degan narsa hayot uchun eng muhim bo'lgan, eng keskin bo'lgan qarorni qabul qilish degani. Bolalar bir narsaga qaror qilmagancha bu ishni qilmaydi. Shuning uchun mayli suitsid haqida ko'p gapirmaylik. Targ'ib bo'lib qolmasin. Mana shu narsalarni nima qilishimiz kerak va mana endi kameraning oldida gaplashyapmiz-ku, samimiy suhbatlar aniqlab beradi bu narsani. Shunday. Mana bir-birimizga fikr yuqtiramizda hozir. Masalan, siz amaliyotda gapiryapsiz, bizlar uning o'sha
oilada qanday kechyapti, biz o'zimiz qanday ko'ryapmiz degan masalalarda asta sekinlik bilan shunday shakllanadi yangi ta'lim tizimi. Avazbek aka, nima uchun bizlar Yaponiya yoki Xitoy yoki Janubiy Koreya, Shimoliy Koreya farqi yo'q, bo'la olmaymiz. Ular o'zining ildizini deyarli quritib bo'ldi. Bizlarda ildiz quriydigan ildiz emasda u. Shuning uchun u chaqirib turaveradi-da bizlarni. Ular o'zi boyagi oldingi nima o'sha patriarxal ildizi bor edi. Masalan, Xitoyni oladigan bo'lsak. O'sha daosizm deymizmi, boshqa deymizmi, shularni aytyapman-da. Lekin ular butunlay modern davlatiga aylanib ketib qoldi. Butunlay modern davlatiga aylanib ketib qoldi. Shuning uchun aynan bizning siz aytayotgan deylik, mana shu olimpiadalarda birinchi o'rin, hozir shaxmatda ham boshqa narsalarda ham birinchi o'rinlarni olib turgani bor. Mutlaq bunga kirishib ketish kerak emas. Bo'ldi, bu inqirozga uchrayotgan narsa bu. Odamlar, butun dunyo asta rullarni burishni boshlaydi bu narsadan. Olimpiadalarda birinchi o'rinni olish hech narsani belgilab bermay qo'yadi. Masalan, mayli, hozir boshqa nima geosiyosiy nuqtai nazardan ham misollar ko'p bu narsaga. Lekin menimcha hozircha yetadi shu mana shu fikrlar. Rahmat, Hamid aka. Mana ta'lim haqida gaplashyapmiz. Ta'lim total, ya'ni umumiy holatda butun jamiyatni hozir qamrab olib va uni dasturlar asosida, dastur degan bu programmalar bo'yicha va hozir adashmasam bir 550 mingga yaqin o'qituvchi bor O'zbekistonda. Mana shu insonlar bilan birgalikda butun O'zbekistonni biz 6 million 500 dan oshiqroq o'quvchini o'qityapmizda hozir butun O'zbekistonda. Ularni biz kelajagimiz deyamiz. Chunki ular 1-sinfdan to 11-sinfgacha ekan. Chunki ular ertaga butun bir jamiyatimizni hamma o'rinlarini yaqin 20-30 yil ichida egallashadi, balki undan ko'proq vaqt ketar. Ularga hozir biz qanaqa ta'lim tarbiya bersak, ular xuddi o'sha narsani bizga qaytarishadi. Endi xuddiki bu bo'yicha juda ko'p rivoyatlar bor-u, qaytarishadi. Mana shu qaytargan vaqtida 30 yildan keyin, masalan, meni qarashimga ko'ra, hozir mana biz ta'lim beruvchini pedagog qilib odam sifatida ko'ryapmiz, lekin kelajakda sun'iy intellekt chiqdi va butun bir ma'lumot beruvchi, umuman ta'lim beruvchi, tarbiya beruvchi ham kerak bo'lsa, bilmadim, balki boshqacha bo'lar. Mana shu sun'iy intellekt egasi bo'lgan bir inson sifat robotlarning qo'liga o'tib ketib qolsa-chi degan bir menda bir qarashlar bor-da. Mana shu sohani ichida bo'lib turib. Agar shunaqa bo'lsa, unda biz xuddi bir zamonlar biz ko'rgan yoshligimizdagi terminatorlar davriga kelib qolamizmi? Qanaqa bo'lar ekan? Sizni o'zingiz qanaqa fikrlaringiz bor? O'zbek aka, o'zi aslida biz sun'iy intellekt davrida yashayapmiz o'zi. Mana shu nuqta muhim. Ya'ni sun'iy intellekt haqida gapirganimizda shunday bir aldamchi bir vaziyat vujudga keladiki, xuddiki endi kelayotganday. Yo'q, ta'limda ham sun'iy intellekt obro'sizlantirish kerak bo'lgan o'qituvchilarning hammasini obro'sizlantirib bo'ldi. Ya'ni sun'iy intellektdan kuchli bo'lmaganlar, deylik, maktablarda, bir davlat maktablarida ko'proq endi ishladida deb yurgan bo'lishi mumkin. Sun'iy intellekt shaxsiyatlardan o'tib keta olmaydi. 100-chi sun'iy intellekt vujudga kelsa ham. Chunki sun'iy intellektning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, sun'iy intellektning chegarasi bor. Sun'iy intellekt ichiga qarab torayadi. Ichiga qarab torayadi. Nima uchun? Chunki u bizning fikrlarimiz bilan oziqlanadi. Bizning fikrlarimiz bilan oziqlanadi. Ya'ni o'zidan tashqaridan oziqlanadi u. Uning manbasi o'ziga bog'liq emas sun'iy intellektning. Ya'ni intellektual nuqtai nazardan manbasi o'ziga bog'liq emas. Endi tabiiyki uning yana bir manbasi bor, bu resurs, ya'ni uni tok bilan ta'minlashing kerak. Juda ham katta energiya sarflaydi. Ya'ni o'zining asosi bo'lgan intellektni ham boshqa joydan oladi, energiyasini ham boshqa joydan oladi. Shuni nuqtai nazardan xavotir olmaslik kerak. Ya'ni obro'sizlantiradiganlarni obro'sizlantirib bo'ldi. Men universitetda ham ko'rganman. Yaqinda hali Milliy universitetda ishlab yurganimda sun'iy intellektdan kuchli bo'lmagan, hattoki nafaqat oddiy o'qituvchilar, professorlarni ham yozib berganini bilaman. Mayli, fakultetini aytmay qo'ya qolay. Dekanga kirishdi yozib. 2-kurs bolalari edi.
Kerak emas mana bu odamlar kirmasin bizlarga deb. Nima uchun kirmasin deydi? Chunki ularning tabiiy intellekti sun'iy intellektdan ustun emas. Tabiiy intellekt sun'iy intellektdan ustun emas. Chunki ular ijodkor o'qituvchilar emas. Ya'ni tabiiy intellektning xususiyati shundan iboratki, uning chegarasi yo'q. Bizlar ilohiy mavjudot bo'lganimiz uchun har bir fikrga bildirgan fikrimiz unikal. Mana gaplashib o'tiribmiz-ku. Sun'iy intellekt keyin oladi bu fikrlarimizni bizlardan. Va bu qimmat bo'ladi. Boyagi aytganingizdek. Ya'ni bu jiddiy bir vertikalni vujudga keltiradi. Ta'lim nuqtai nazaridan intellektual vertikalni vujudga keltiradi. Bu intellektual vertikal, ya'ni intellektual elitani oladigan bo'lsak, bular hamma biladi sun'iy intellektdan yaxshi fikrlaydi. Lekin ularning fikrini olish, ularga ta'lim sohasiga jalb qilish masalalari yana bir murakkabliklarni vujudga keltiradi. Shuning uchun hech xavotir olish kerak emas. Sun'iy intellekt davrida yashayapmiz. Obro'sizlantiradigan, ishini olib bo'ladiganlarni olib bo'ldi. U shaxsiyatlarning o'rnini egallay olmaydi. Chunki uning tabiatida bu narsa yo'q. U yolg'on gapira olmaydi. Uning dunyosi yo'q. Mayli hozir boshqa narsalarda ham aytyapman, ya'ni. Sun'iy intellekt dunyosi yo'q. Chunki sun'iy intellekt o'la olmaydi. Bizning narigi dunyomiz bor. Bu bizga butun energiyani berib turadi, ya'ni ruh energiyasini berib turadi. Shuning uchun bu sun'iy intellektning atrofidagi xavflar ham bor, lekin bo'rttirish kerak emas. Bo'rttirish kerak emas. Ya'ni bo'rttirish kerak emas degani o'rganish kerak degani. Qo'rqmasdan o'rganaverish kerak. Masalan, men ishonamanki, sizning maktabingizdagi ko'pchilik haqiqiy ijodkor o'qituvchilar bo'ladigan bo'lsa, umuman xavf yo'q ularga. Umuman sun'iy intellekt faqat uning faoliyatiga yordam beradi. Shunday. Foydalanayotgan o'qituvchilarimiz ko'p hozir. Keyingi muhim savol yana bitta. Sizning fikringiz qiziq bizga. Dasturlar, ya'ni o'quv dasturlari bor. 1-sinfdan to 11-sinfgacha juda ham ko'pchilik shu ta'lim markazi degan bir markaz tomonidan ishlab chiqiladi va uni o'qitadigan o'qituvchilar. Men har doim programma, ya'ni shu dastur muhimmikin yoki uni o'qitadigan o'qituvchilar muhimmikin degan savol beramanda. Chunki o'sha dastur asosida keyin kitoblar ishlab chiqiladi. Shunday. O'sha kitoblar bu boshqa bir mavzu. Ya'ni ularda hamma joyga tarqatiladi, o'qituvchilar o'sha kitoblar asosida o'zini fanlarini, darslarini berishadi. Bu yerda biz ko'proq insonlarga, ya'ni o'qituvchilarga e'tiborli bo'lishimiz kerakmi yoki dasturni zo'r qilib qo'ysak, shuni o'zi bizada sifatli ta'limni tashkil qilishga o'zi yetarli bo'larmikin? Ha, bu juda ham muhim savol. Avazbek, qarang. Men yaqinda bir o'sha nimalarni, dasturlarni ishlab chiqish bo'yicha maktab ta'limidagi bir tadbirda ishtirok etdim. Endi bu tadbir ham amaliy tadbir edi. Haqiqiy o'sha dasturlar bilan tanishib chiqdik va sezdimki, davr o'zgarayotganini vazirlik ham sezyapti. Qandaydir boyagi kichik sezgilari bor. To'xtab boshqa joyga bizlar hozir o'zgarmasak bo'lmaydi degan narsa bor. Keyin ularga ham aytishga harakat qildim. O'zi aslida o'qituvchi ham, ta'lim dasturi ham ikkinchi darajali. Ya'ni prinsiplarni aniqlab olish kerak boshda. Ya'ni o'zgarmas prinsiplar nima o'zi? Ta'lim dasturi ham, o'qituvchi ham shu prinsiplardan kelib chiqib boshlash kerak keyin. O'zgarmas prinsiplarni aniqladik. Bu nimani beradi, Avazbek aka? Bolaga 5-sinfda o'qitgan, prinsip asosida o'qitgan mavzumizning sterjini 11-sinfda ham o'zgarmaydi. 11-sinfda ham o'zgarmaydi. Va o'qituvchilar ham qiynalmaydi shunda. Bizda qanday hozir deylik 5-sinfda olmani o'rgatsak, 11-sinfda bananga aylanib qolyapti-da. Unaqa bo'lmaydi. Ya'ni bola prinsiplar asosida fikrlaydigan bo'lsa, o'qituvchisi ham prinsipial bo'lishi kerak. Ta'lim dasturi ham prinsipial bo'lishi kerak. Demak, 5-sinfda, ya'ni g'oyalar nuqtai nazaridan va bola deylik to'g'ri savollarni berishni boshlaydi shunda. Prinsipial savollarni berishni boshlaydi. Nima uchun sen bunday boshlading-ku, bunday tugatyapsan degan savolni qo'ya oladi va mana shu yangi davr tendensiyasini sezayotganday, lekin men juda ham shubha bilan qaradim to'g'risi. Chunki juda ham katta bir avlodga, juda ham katta bir ishlab turgan, faoliyatda turgan ta'lim mashinasiga
bu tizim bilan qandaydir kurashishga to'g'ri keladi. Qarshi chiqish demaylik, kurashishga to'g'ri keladi. Uni butun tizimdan qarshi siqib chiqarib tashlashlik uchun ma'lum bir davr ham kerak bo'ladi va ma'lum bir keskinlik deylik, mana shunaqa narsalar talab etiladi. Lekin men tavsiya qilgan bo'lardimki, Registon maktabi mana shu nimani konsepti bilan o'ylab ko'rish kerak, prinsiplarni belgilash avval. 5-sinfingizdagi bola ya'ni bunda o'rgatgan faningiz 11-sinfda ham o'zining mohiyat tarkibini o'zgartirmaslik kerak. Oldingi ta'lim unaqa emas edi. SSRdagi ta'lim insonni iloji boricha nima qilishing kerak, ya'ni davlat 10 yildan keyin nimani xohlayotgan bo'lsa, shuning darajasiga o'zgarish kerak edi. Masalan, mana deylik, Stalin davridagi ta'lim tizimini oladigan bo'lsak, Xrushchev keldida Stalinni yomonladi. Deylik, Abdulla Qodiriy 50-yillargacha, 53-yil adashmasam, oqlangani, ungacha vatan xoini edi. Ta'lim dasturlarida masalan, deylik, hozirgi ta'lim dasturi bo'yicha to'g'ri kelmasdi u. Agar sen 5-sinfda Abdulla Qodiriyni vatan xoini deb o'rgatgan bo'lsang, u 11-sinfgacha rejim o'zgarib qolib, qahramon bo'ladigan bo'lsa, u aytish kerak-da. Baraka topkur, menga buni 5-sinf tomonda o'rgatgansan-ku deb. Bu nima shunda, vatan xoinimi yoki qahramonmi, masalan? Hozir buning uchun davlat sog'lomlashishi kerak. Men aytdim, qiyin bo'ladi sizlarga dedim. Davlatimiz hali yetarlicha sog'lom emas. Ya'ni hokimiyatga demokrat bo'lib kelding. Sen qanday qilib 10 yildan keyin avtokratga aylanib qolding, masalan? Bunday ta'lim tizimi o'qitganingdan keyin bola shunday savol berishni boshlaydi. Shuning uchun mana shu masalalar odamni o'ylantiradi va men bu shu darajada muammolarni ko'ramanki, bir vaqtning o'zida xususiy ta'limdagilardan ham xafa bo'lolmayman, kelmaydi emas. Shu vaqtning o'zida maktab ta'limidan ham xafa bo'lmayman, chunki davlatga ham oson emas, boya aytdingiz. Va ta'lim va tarbiya bilan o'zim shug'ullanib boshlaganman hozir. Ya'ni o'zim kuzatib bolalarni, qizlarimni qanday yo'l bilan ketish, har kun gaplashib, munosabatni o'zgartirib ularga, hozirgilar urib bo'lmaydi. Shunday. Biz onda sonda tayoq yeb turganmiz-da. Lekin bularga tegib bo'lmaydi hozir, ayniqsa shahar bolalariga. Shuning uchun mana shunaqa O'zbekiston muammolari ichidamiz. Endi ta'lim va tarbiya bo'yicha menimcha muammo masalalar hech tugamasa kerak. Doimiy davom etadi. Nima qilish mumkin, qanday qilish mumkin, bu haqida rosa o'ylasak kerak menimcha. Mana bizada bog'chalarimiz ham bor, Hamid aka. Biz endi o'ylaganmiz 2 yoshdan to 17 yoshgacha, endi 18 yoshgacha desam bo'ladi, 11-sinfgacha oralig'ida bir dastur qilsak, endi bizning orzuyimiz, xudo xolasa ro'yobga chiqsa kerak. Hozir shuni ustida ishlayapmiz. Qanaqa dastur desangiz, o'sha tizimli, zanjirli, bir-biriga bog'langan holatda shu 2 yoshdan to 18 yoshgacha bir-biriga qamrab oladigan shaklda olib boramiz degan bir fikrimiz bor. Faqat bitta joyda biz bir hozir yurish qilmoqchi bo'lib turibmiz, o'ylanib turibmiz. O'sha joyga sizni fikringiz qanday bo'lar ekan? Mana biz qilmoqchi bo'lgan narsa mana Malayziyada qilishgan. Biz hali buni chuqur o'rganib oxiriga yetkazmadik. Qanaqa qilishgan? Mahalliy ta'lim tizimi bilan Cambridge ta'lim tizimini mix qilishgan. Buni qanday qilishgan? Deylik, ingliz tilini, matematikani va science-ni olishganda, uni ingliz tili o'qituvchilari berishadi. Qolgan predmetlarni esa o'sha mahalliy ta'limdagi boshqa standartlar bilan moslashtirishadi. Bizda ham shunaqa imkoniyat bor, chunki xususiy ta'limdagi bu imkoniyat qanaqa keladi desangiz, mana davlat ta'lim standartida bizaga 28-30 soatgacha unaqa beradi, standart beradi. Biz esa xususiy 40 soatgacha o'ta olamiz. Ya'ni bu standartni biz o'zimizga mix holatda o'zimizga qabul qilib o'qitsak bo'ladi. Ya'ni bu yerda mana shunaqangi Cambridge ta'lim tizimini olib kirib, o'sha butun dunyo tan olgan programma bo'lsa, bizani bolalarimiz, ya'ni bizani o'quvchilarimiz qanday bu narsani qabul qilar ekan degan bir qarash bor bizada. Bu qanday sizni fikringizcha bu fikrga bir munosabat bersangiz bizga qiziq bo'lardi. Chunki hozir shu narsani ustida o'ylayapmiz. Chunki masalan meni qarashlarimga ko'ra baribir dastur muhimroq. Chunki agar dastur qanchalik yaxshi ishlab chiqilsa,
uni yaxshi o'qituvchiga o'rgatish uchun bir metodologiyasi tushuntirilsa, keyin ko'proq o'quvchilarga yoyish mumkin-da bu narsani. Ozbek aka, Kembrij deyapsiz va Malayziya. Malayziyada shunaqa hozir o'qitilar ekan ko'p qarang, maktablarda. Kembrij ta'lim tizimi yuqorida aytgan ta'lim tizimi o'sha prinsip belgilaydi ular. Va Malayziya bu islom davlati. Islom davlati. Tabiati bir xil emas, lekin eng yaqin ta'lim tizimi shu. Ya'ni liberal ta'lim umuman bizlarga shuning ham nima bo'laveradi. O'ng'aysiz sezaveramizda. Kembrijniki bugungi dunyodagi muvaffaqiyatli ta'lim tizimlaridan eng yaqini, bir xil narsa deb qabul qilmaslik kerak. Eng yaqini. Juda ham yaqin bir-biriga. Va bu olib kelish kerak, lekin agar o'zimizda bu ta'lim tizimining o'ziga xosliklarini biladigan va o'zimizdan kelib chiqadigan qadriyatlarimiz, ma'naviyatimizdan, dinimizdan kelib chiqib yangi fikrlarni beradigan intellektuallar bo'lmaguncha ishlamaydi. Ya'ni olib kelding ishlab ketdi degani emas, ularning tizimi bo'yicha ishlaydi. U yoqqa bola tayyorlaysizda. Faqat Kembrij ustunlik qilib ketadigan bo'lsa. Ularning muhim tomoni shundan iboratki, bizga ancha yaqin. Bizda ham prinsiplar belgilash juda ham muhim. Ya'ni Ozbek prinsip degan payti mutlaq o'zgarmas prinsiplar haqida gap. O'zi prinsipning mohiyati shu. Prinsip degan paytda ya'ni tamoyilga ta'rif beradigan bo'lsak, tamoyil bu uzoq muddatli tez o'zgarmaydigan g'oyalarga prinsiplar deyiladi. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, ya'ni Kembrijni olib kelish bu bir 10-15% yutuq emas, muvaffaqiyatli olib kela olsak, lekin katta qismi 80% ishni mahalliy intellektuallar qiladi. Mahalliy intellektuallarning vazifasi uzoq muddatli butun jamiyat qayerga ketyapti, shuni aniqlay olish. Bu juda ham katta bir ilmiy, aqliy mehnatni talab qiladi. Lekin to'xtab qolish kerak emas. Va bu to'g'ri yo'l ekanligini aytmoqchiman bu narsa. Bizda nima uchun bunaqa fikr kelganman? Deylik, masalan, Toshkentda ham Kembrij maktab, umuman Kembrij tizimida o'qitadigan maktablar bor. Men o'g'limga maktab izlaganman. Maktab izlab borganimda meni hayron qoldirgan joyi ularning maktabida. Masalan, biz o'zbek, nima deydi? Bir haqiqiy ma'nodagi o'zbekmiz biz. Menga aytayaptiki, ertaga hali olgani yo'q maktabiga. Menga yana nimaga falon narsani yodlamading? Keyin nimaga bilimi past, nimaga savol bersam javob bermayapti yoki mana qanaqa nima deydi, yodlab olish bilan bog'liq bo'ladigan bilimlarni bizdan so'ramagin deyapti. Unda nimaga sizlardan nima so'rayman desam, ular aytayaptiki, biz fikrlashni o'rgatamiz. Biz o'zini erkin, mustaqil fikri bor bo'lishini va buni o'stirishni o'rgatamiz. Ertaga sen qarshi ham chiqasan deyapti. Ya'ni bunaqa fikrlasa farzandim ertaga menga qarshi chiqyapti, men fikrlarim gap qaytaryapti deymiz-ku biz o'zbekcha aytganda. Shunaqa deb qarshi chiqadi. O'shaning uchun mana shu joylariga ehtiyot bo'lishing kerak bo'ladi. Biz bu narsalarni o'rgatamiz. Biz bu tomonga qarab yurgizamiz bolalarni degandi-da masalan. Endi o'shanda men o'ylagan edim. Xuddi mana shu narsani ular inglizchasiga o'rgatadi-da. Biz esa buni o'zbeklar o'zbekchasiga o'rgatsak, biz o'zimizni farzandlarimizda bir mustaqil fikrli oladigan, tanqidiy, tahliliy o'ylay oladigan bir insonlarni tarbiyalay olar ekanmiz deb hozir mana siz aytganingizdan men o'zim esimga tushgani, mana biz hozir 9, 10, 11-sinflarimizda alohida litsey deb ajratamizda, ularni asosan chet elga tayyorlaymiz. Faqat ularga mana bunaqa g'oya beramiz. Ota-onalari bilan birgalikda bu narsalarni o'ylaymiz, chunki bizani inglizlarga yaxshi iqtidorli o'quvchilarni tayyorlab berish niyatimiz yo'q-da, yoki Fransiyaga yoki Germaniyaga. Bizga ular ertaga ildizini yo'qotmasin, o'zligini bilsin, u yerga borsin, o'qisin, o'rgansin, kerak bo'lsa tajriba olsin va o'zimizga qaytsin. Oilasiga, vataniga, bizga shu millatimizni ko'tarishga xizmat qilsin degan g'oya. Mana hozir siz prinsiplar haqida aytdingiz-ku, mana shu narsa asosiy bizda anaqada ushlab turibdi-da, ya'ni o'quvchilarimizni shu boshdan bosh mana shu g'oya bilan biz
bir o'qitishga tayyorlashga harakat qilamiz. Menimcha biror bir ota-ona ham yoki bizlar ham bir chet elga bir iqtidorli bolamiz borsin-da, yaxshi o'qisin-da, keyin qolib ketsin demaymiz-da, uni xohlamaymiz biz. U borsin, o'qisin, lekin xuddi jadidlarimiz o'ylaganidek qaytsin bizaga. Bizani shu hozir mana rivojlanadigan joylarimizni rivojlantirsin. Mana shunaqa prinsiplar bilan endi bunaqa maktablar ko'p, Hamid aka. Bizada men masalan o'zim ko'p suhbatlashaman. Misol uchun mana Toshkentda ham, butun O'zbekistonda ham juda ko'p maktablardagi rahbarlar, ayniqsa xususiy ta'lim bilan biz yaqinroqmiz. Ular shunaqa yaxshi g'oyalar bilan o'quvchilarni o'qitishyapti. Aytganingizdek, siyosiy iroda bo'ldi dedingiz. Bu narsaga men juda qo'shilaman. Nimaga desangiz, biz undan avvalgi davrda ham repetitorlik qilganmiz-da. Men sudlanganman kerak bo'lsa, mana shuni orqasidan. Nimaga desangiz, oddiygina bir nima deydi, ushlab berishganda bizani. Oddiy bir o'qituvchi bo'lib turib, biz yaxshigina jabrlanganmiz undan avvalgi davrda. Endi mana bu davrda esa juda katta mana qadriga yetish kerak bu. Bizga imkoniyatlar berilyapti biz uchun. Shunday, Avazbek aka, ya'ni bu siyosiy iroda deb aytish yumshoq qilib aytish hali bu. Bu juddiyam katta mas'uliyatni zimmanga olish degani bu, ya'ni xususiy ta'limga, ya'ni bundan keyin ham rivojlantiramiz deyapti. Lekin davlatga ham yordam kerak. Masalan, mana shu iqtidorli bola deb oddiy ishlatamiz-ku. Iqtidor tushunchasi siyosiy tushuncha bu. Iqtidorli bola degani iqtidorga keladigan bola deganida. Ya'ni o'zining sohasining siyosiylashadigan bola degani. Ya'ni siyosatdagilarga raqobat bo'ladi degani. Iqtidorsiz degani bu chiqa olmaydi tepaga, siyosiylashmaydi degani. Demak, iqtidorli bolalarni tarbiyalash niyati bor ekan va buni tarbiyalashga u yoki bu ko'rinishda yo'l qo'yib berilayotgan ekan, demak, bunday raqobatga ular ham tayyor. Shunday. Hozir uchun zo'r yaxshi bu narsa. Bor, hozir. Mana bitta meni o'ylantiradigan narsa, ko'pchilik mana shu savolni berishyapti. Bu mana prezident maktablari va ixtisoslashtirilgan maktablarda o'ta iqtidorli yaxshi o'quvchilarni yig'ib olinyapti va u yerda o'qitilyapti va eng yaxshi o'qituvchilar ham u yerda yig'ilyapti va bu narsa butun bizning jamiyatimizda bir ta'limni tabaqalashtirish degan savol paydo qilyapti-da. Bu narsa menimcha boshqa bir mamlakatlarda ham borda. U yerda bu narsa yaxshi ishlayapti deb bilaman o'zim, bu sohani ichida bo'lganim uchun. Nimaga jamiyatda shunaqangi bir fikrlar paydo qilyapti ekan? Bunda asos bor, O'zbek aka. Ya'ni oldingi liberal ta'lim yoki o'sha SSRdan keyingi ta'lim hammaga deyilardi. Ya'ni hamma iqtidori bir xil, endi lokdan kelib chiqadi bu. Oq qog'ozga o'xshatadi odamni, hamma bir xil deydi. Tabula rasa deydi. Mayli, u boshqa masala. Hamma o'sha bir xil, hammaga bir xil ta'lim berish masalasi bor. Boyagi hozir o'sha Cambridge taklif qilayotgan xususiy ta'lim vujudga kelgan paytda shunday bir qoida shakllanadiki, ma'lum bir qatlam bor. Bular intellektual elita, ya'ni haqiqiy bilimlarni qabul qila oladigan yoki o'sha Cambridge taraflarida uni sakral bilimlar deydi. Ular uchun alohida bir guruh bo'ladi va shunga qarab ketyapmiz. Ya'ni xalq sezayotgan to'g'ri. Xalq sezayotgan to'g'ri. Davlat hozir hammani dunyo darajasida birdaniga o'qita olmasligini tushunyapti. Masalan, nechta 6 million bolami o'qiyotgan? 6,5. Bir yilda 1 million bitiradimi? Qancha bitiradi? Hozir bitiruvchilarimiz 450 mingdan oshdi, lekin birinchi sinfga chiquvchilarimiz o'sha bu yil 880 ming, 900 ming yaqinroq xullas. Umumiga keling, o'sha 500 ming deydigan bo'lsak, davlat tushunadiki, 500 mingta dunyo darajasidagi bitiruvchi tayyorlolmaydi. Bu degani, ya'ni bunga harakat qilib, hech bo'lmasa bir 20% dunyo darajasida tarbiyalay olamanmi deyapti-da. Tarbiyalay olamanmi? Va o'sha haqiqiy ma'nodagi dunyo darajasidagi. Va nima uchun prezident nomi bilan nomlayapti? Ya'ni sen dunyo darajasidagi odamlar tayyorlar ekansan, loyalligi bilan ham qiziqishing kerak-da bu hokimiyatga. Masalan, men erkinlik tarafdori, avtokratiyaning tarafdori bo'lmagan odam sifatida buni yoqlamasligim mumkin, lekin har qanday hokimiyat
judayam bilimli odamlarni tayyorlayotgan ekan, buning loyalligi qayerga qarab ketadi hokimiyatga nisbatan? Yaxshisi o'zlarimizga qaratilgani yaxshi deb o'ylaydi. Shuning uchun bu to'g'ri, ma'lum bir murakkabliklar, noto'g'ri narsalarni vujudga keltirishi mumkin, lekin davlat shunday o'ylaydi, nima qilasiz? Lekin O'zbek aka, siz to'g'ri tendensiyani nazarda tutgansiz. Ha, bundan buyog'iga ta'lim tabaqalash boradi. Har tomondan. Har tomonlama. Iqtidorli bolalar boshqa tomon, mana bizani boylarni bolalarini o'qiydigan joy deb bilishadida. Endi bu narsaga biz o'zi ko'nikib bo'ldik. Chunki biz aytamizki, daromad olish foizi qanchalik ko'paysa yaxshi bo'ladi biza uchun. Chunki o'quvchilarimizni soniga bu narsa ta'sir qiladi. Chunki xususiy maktablar, umuman xususiy ta'lim tashkil qilish oson emas, arzon ham emas. Bu narsani biz ko'p joylarda tushuntirishga majbur bo'lamiz. Mana davlatni misol qilib keltiramiz. Oson emas bunchalik bolaga hozir davlat shunaqa sifatli ta'lim tashkillashtirib berishi. Hamidjon aka, keyingi savolimiz, mana siz Xorazmdansiz. Men masalan butun O'zbekistonda filiallari bor bo'lgan bir o'quv markazimiz borda. Men hududlarda ko'p yuraman va har bir hududda o'ziga yarasha mentalitet borligini his qilaman. Xorazmda o'ziga yarasha juda katta potensial bor. Buxoroda, Samarqandda, butun O'zbekistonda, boshqa mana Farg'onada, Andijonda men ularni his qilaman, lekin bu narsalarni gapirib yoki biror narsaga yozib bera olmayman-da. Lekin farqli tomonlari borligini, ularni hisobga olish kerakligini biz mana marketing yurgizamizda, o'sha marketingda bu narsalarni hisobini olmasak bo'lmaydi. Bizni mamlakatimizning ichida shunchalik farqlilik bor ekan. Butun dunyoda qancha farqlilik bor deyman endi. Hali bizlar butun dunyoga chiqadigan darajaga bir ish qilmadik, lekin mana bu siyosat borasida hozir mana ta'lim borasida yoki tarbiya borasida ham bir narsani, ya'ni bir g'oyani butun dunyoga yoki faqat bitta O'zbekistonni o'ziga qo'llash ham ba'zida to'g'ri bo'lmay qoladi-da. Hamma joyda o'ziga yarasha tosh tarozisi bo'lgandek. O'shanga o'xshash mana ta'lim dasturlari haqida aytayapmiz, keyin ko'p narsalar haqida aytayapmiz. Yaqinda bitta zo'r gap bo'ldi. Mana masalan ta'limda hozir islohot qilyapmiz deb rosa ko'p yangiliklarni qilishyapti-da. Agar kuzatayotgan bo'lsangiz, shunda bittasi toza bezor bo'lgan shekilli, shu yangiliklarni, shu o'zgarishlarni to'xtatinglar-da, tinchgina bir sifatli ta'lim beringlar, qiynab tashladinglar odamni deganda. Ya'ni bilsangiz islohotlar rosa ko'payib qoldi. Mana shular bo'yicha o'zingiz qanday fikrlaringiz bor? Ta'limdagi islohotlar, o'zgarishlar bo'yicha. O'zbek aka, men hozirgi ta'lim sohasidagi rahbarlarda o'sha oliy ta'lim, maktabgacha ta'lim, maktab ta'lim hammasini oladigan bo'lsak, yagona konseptual qarash mavjud deb o'ylamayman. Davlatning juda katta kamchiligi bu. Ko'p narsalarni istayapmiz, lekin bularni birlashtirib yagona bir maqsadga, mohiyatga birlashtirmaganmiz. Buning uchun siz aytganingizdek, boyagi hududlarning o'ziga xosliklarini inobatga olish kerak. Dunyoda bir nechta ta'lim konseptlari bor. Lekin bularni qabul qilish uchun ham deylik davlatga siyosiy iroda kerak bo'ladi. O'zbek aka, mana intellektuallarni tarbiyalash davlat uchun hamisha muammoli bo'lib kelganda. Intellektuallarni tarbiyaladingmi, 20 yoshdan keyin u sen bilan nima qilishni boshlaydi-da. E'tiroz bildirishni boshlaydi, bahsga kirishni boshlaydi. Tayyor bo'lishing kerak bu narsalarga. Shuning uchun mening nazarimda har bir viloyatda haqiqatdan ham men mana shu bizlar Fikratda bilasiz, har oy bir viloyatga boramiz. Borib suhbatlarni qilamiz. Va davlatning ham bu mana shu nimasi, ya'ni biz siyosiy masalalarni ko'tarib boramiz, hech qanday e'tirozi yo'q davlat. Borib bemalol gaplashamiz, ochiq gaplashamiz shu har bir viloyatga borib. Mana Vodiyga borib keldik yaqinda, Vodiy viloyatlariga. Shuning uchun mana shu narsalarni o'rganib, umumiy bir o'sha konseptual yondashuv kerak bizlarga. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, va bilasizmi, davlat mening nazarimda bir nechta 10 yilliklarni nazarda tutish kerak. Va shu joyda yana bir oxirgi, mana shu savolingizga oxirgi fikrim,
ta'limga a, o'zining imzosiga ega bo'lgan odamni qo'yish kerak. Men hamisha aytib kelaman. Ta'lim vaziri ma'lum bir kelishuv bilan vazirlikka kelishi kerak. Prezident bilan kelishuv bilan. 10 yil teginmaysiz menga, bo'lmasa ishlamayman men. Va ta'lim vazirining to'g'ri prezidentga chiqadigan telefoni bo'lishi kerak. Hozirgi vazirlarda bunday imkoniyat yo'q. 3-4 oyda bir uchrashadi, bo'lmasa chaqirganda boradi-da ular. Shunda telefonni ko'targan paytda a, ularni olish kerak davlat rahbariga. Davlat rahbarining o'rni juda ham katta bu yerda. Chunki ta'lim hokimlarga bo'ysundirib tashalgan. Bularga aralashmaydigan hozir-ku ancha mustaqil bo'lib qoldi, lekin hozir ham bor bularning ishlariga aralashaveradiganlari. Hokimlardan himoya qilish kerak ta'limni. Huquqni muhofaza qiluvchi organlardan himoya qilish kerak ta'limni. Himoya qilish kerak deganimda ularni ko'p aralashuvini oldini olish kerak. Shuning uchun mana shunday muammolari bor Avazbek aka. To'g'ri aytasiz. Xo'p, mana sinflar, masalan biza o'zimiz siz bilan hozir fikrlashyapmiz. Sinflar ichigacha kirib borib, ya'ni har bir o'quvchi darajasigacha tushib, ularni ota-onalarini fikrlarigacha, masalan men o'zim ichkarisigacha tushib qiziqib qarayman. Xilma-xillik, ko'p har xil fikrli insonlar bor u yerda. Ta'lim bilan, tarbiya bilan shug'ullanadigan. Xullas bizani O'zbekistonimizda men qidiraman nimani? Qanday qilib biz o'sha bir yo'l qidiramanda, qanaqa qilib bizni ta'limni rivojlantira olamiz? Qanday qilib yaxshi bir mutaxassislarni chiqaradigan darajadagi insonlarni tarbiyalay olamiz deb. Mana shu yo'lda ko'p har xil insight deydimi, har xil bir holatlarga yo'liqamizda. Endi amaliyot ichida bo'lamiz ko'proq biza. Mana shu holatlardan bittasi ota-onalarni aynan bitta fikriga deylik 10 ta ota-ona qarshi bo'lsa, 10 ta ota-ona undan rozida. Masalan, shulardan bittasi uy vazifalarini berish. 10 ta ota-ona aytadi, uy vazifa berasizlar deydi. 10 ta ota-ona aytadiki, yo'q deydi, sizlar xususiy maktabsizlar, vazifa bersanglar, u uyda dam olsin, o'zi ertalabdan kechgacha o'qisa deydi. Bu tomon aytadiki, vazifa bermasanglar, bu qanday qilib o'zi mustaqil o'qishni o'rganadi deydi. Xullas, mana shunga o'xshash narsalarda rosa qiynalamiz biz, to'g'risi. Nima qilishni bilmaymiz, chunki miqdor 10 taga 10 ta. Shu qiynaladigan joylarimiz bilmayman, bir nechtalardir bor shunga o'xshash. Mana shu holatlarda masalan bir o'rtaliqni, me'yorni topishga harakat qilamiz. Ko'pincha bu tomonga qarab yursak, bularni norozi qilib qo'yamiz. Bu tomonga qarab yursak, bularni norozi qilib qo'yamiz. Xullas, hammani rozi qilib bo'lmaydi-yu dunyoda. Lekin biz eng asosiysi uy vazifalari borasida beramiz-da. Endi bizada anaqamiz bor, shunaqa qarorimiz bor. Beramiz. Lekin ota-onalar majlisi bo'ladi-yu. Mana hozir siz aytyapsiz. Men masalan shu narsani juda ham tarafdoriman. Ota-onalar bilan men gaplashganimda ochiq gapiringlar deyman-da. Biz xususiymiz shundoq ham o'zi ochiq gapiradi ota-onalar. Nimani xohlayapti, hammasini aytinglar deyman. Mana bu yerda mana kameralarimiz bor, yozib olamiz. Agar mabodo qaysidir joyini anaqa qilib qolsak, nima deydi, eshitmay qolsak yoki bahs bilan bo'lib qolsak, keyin yana batafsil ko'rib chiqamizda. Muammolarni imkoni qadar oxirigacha hal qilishga harakat qilamiz deyman. Nimaga? Chunki bir dardini, fikrini bera olsin deyman. Ota-onalardan ham juda ham yaxshi bir bizani rivojlanishimizga oid fikrlar beradi-da. Sizni bizani mana xususiy maktablarimiz, umuman xususiy maktablarning hammasi uchun aytsangiz, nimalarga e'tibor bersak, biz yanada rivojlanardik, yanada jamiyatga manfaatliroq bo'lardik. O'zi ota-onalar deylik dars iloji boricha shu yoqda tayyorlab kelsin deganda O'zbekiston sharoitida, ya'ni bolalarni darsini tayyorlantirish ham o'sha ishdan kelganingizdan keyin alohida bir mavzuda. Ular sizdan so'raydi, masalan, hattoki mening katta farzandlarim ham telefon qilib politologiya darslarida 1 soat o'zim dars o'tamanda masalan. 1 soat, 2 soat ham bo'lib ketadi ayrim paytlari. Ayrim paytlari gaplasha olmasam xafa bo'lib yuradi. Nimaga boshqalarga dars berasiz, menga dars bermaysiz deb. Bu ma'lum bir o'sha stress, ya'ni ota-onalar
pulini to'lab o'qitdimmi, shu yoqda butun vazifasini bajarib kelsin. Ha, Ya'ni uyda dam olsin degani men ham dam olay deyapti-da o'zi aslida u. ha, tushundim. Yani boshimni og'ritma, shunaqa bo'ladi-ku. Boyagi bilimli o'quvchini ko'rsang, o'sha ota-onasining ma'lum miqdorda boyagi qariganini ham ko'rasan-da, unda shu yerda o'qituvchilik qilishing kerak-da baribir bolalarga. Qanchalik qiyin ekanligini hammamiz bilamiz bolalarning darsini qilish. Shu nuqtai nazardan bolalar dam olsin degani bu men dam olay deyapti-da. Keldik, men boshimni og'ritmasin bu darsi bilan deyotgani foizi ko'proqdek ko'rinadi menga. Shunaqa deydigan ota-onalarning ichida. Shunaqa. Men yomonlamoqchi emasman. Aytyapman-ku, ya'ni bu hammamizning muammomiz bu. Va darsi bilan kelsin deydiganlarning uyida ko'proq bobo buvisi borda. Ya'ni u faqat o'zi emas, boshqalar yoki katta farzandlari bor bu bilan shug'ullanadigan. Shuning uchun sotsiologik nuqtai nazardan bu jihatlarni ham oladigan bo'lsak, buni o'sha sizdagi mavjud ta'limni tushunish, ya'ni Registon maktabining ta'limni tushunish konseptidan chiqib kelib qilaverasiz. Lekin mening nazarimda uyga vazifa berish kerak baribir. Ha, shunaqa bermasak bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Uyga vazifa berish kerak. Lekin bu ham juda ham katta yuklama bo'lishi kerak emas. U O'ziga takrorlash uchun beramiz Ha. biz. Bizda shunaqa o'zimizda tartibimiz bor, takrorlash maqsadida. Biroz bo'lsa ham takrorlab olsa, darsni mustahkamroq o'zlashtiradi. keyin boshqalarga, boshqa xususiy maktablarga aytadigan tavsiyam shundan iboratki, ta'limni bozor deb tushunmaslik. Asta-asta ketish kerak bundan. Ta'limni bozor deb tushunmaslik. Ta'limni qandaydir pul topish manbasi deb tushunmaslik kerak bizlarda. Bizning eng katta muammomiz shu. Chunki katta bozor. Boya aytdingiz-ku, hali 2-2,5% qoplangan. Juda ham katta bozor bor bu yerda. Afsuski bozor deb gapiramiz. Va mana shu yerda balans qilish kerak bo'ladi. Demak, bu maktabni bozor deb olmaydigan bo'lsak, maktab bu mohiyat degan prinsipga o'tish kerak. Eng nazarimda. Shunaqa. Hozir mana mohiyat deb aytdingiz. Bu mohiyatni inson sifatida biz tushunishimiz, o'rgatishimiz bu sizningcha necha yoshdan boshlanadi deb o'ylaysiz? Misol uchun mana men o'zimcha 12-13 yoshlardan inson o'zini taniy boshlaydi deb bilamanda va 12-13 yoshlar bu taxminan 7-8 sinflar bo'ladi. Masalan, siz ham shunaqa fikrdamisiz? Ya'ni siz hozir mohiyat deganda men tushunganim bu o'zini tanish, kimligini bilish degan ma'noda tushunyapman-da. O'zbek o'z mohiyat degan paytimizda bu butun dunyo uchun mohiyat sifatida berilgan insoniyat bor ekan o'zgarmaydigan narsani qidiramizda bizlar. Ya'ni mohiyat degan paytimda insoniyat uchun tushirilgan mohiyatlar bor, o'zgarmaydigan mohiyat bor. Bola to'g'ri 1 yoshida, 5 yoshida, 3 yoshida, 8-sinfgacha, 7-sinfgacha buni tushunmas, lekin ota-onasining shu mohiyat bo'yicha yashayotganligini, bu o'zgarmas ekanligini 8-sinfda ta'limiy nuqtai nazardan bilib boshlash kerak. 11-sinfda ham mana shu mohiyat o'zgarmasligi kerak. Bitirayotgan paytida ham mana shu mohiyat o'zgarmasligi kerak. Eron qaysidir ma'noda hozirgi mana shu urush sharoitida shuni qo'llaganini ko'rdik. U 79-yilda tushungan ekanda bular. Men u siyosiy rejimini maqtamoqchi emasman. Eronning ta'lim tizimi juda ham sifatli qilgan ekan. Mohiyat tamom, hech narsadan o'limdan ham qo'rqmayapti ularda masalanda. Shuning uchun 8-sinfda yangidan kelmaydi-da bu narsa. O'zgarmas narsalar bilan bog'lashimiz kerak va o'zimiz boya bolani manipulyatsiya qilib o'zgartirmasak bo'ldi. O'zi bor o'zgarmas mohiyatlar dunyo uchun tushirilgan. Shularga ta'limni ham bog'lay olishimiz kerak bizda. Va bolada o'sha dissonans deymiz-ku, vujudga kelmaydi-da. Yoshligimda ham shu narsani ko'rganman deydi. Hozir ham 8-sinfda ta'limiy nuqtai nazardan matematikaga yo'naltirilgan energiyasi bor shu mohiyatning. O'zbek tiliga yo'naltirilgan energiyasi bor shu mohiyatning. Va hamma narsa mana shu belgilab beradi. Shuning uchun 8-10-sinflarda aynan shu o'zgarmas narsa, o'zgarmas prinsiplar turli xil ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Yaxshi. Hamid aka, hozir bir zo'r bir savol o'ylab turuvdim, xayolimdan ko'tarildi, lekin taxminan qanaqa bir shaklda bermoqchi edim.
Bu mana masalan, siz hozir mana mohiyat haqida gaplashyapmiz, o'zini tanish haqida gaplashyapmiz. Endi mohiyat deganda men hozir sizni tushundimki, juda chuqur ma'noda aytyapsiz. Juda chuqur ma'noda ketyapti bu narsa. Endi buni singdirish deymiz-u, ya'ni yoshlarga, o'sha o'quvchilarga qanaqa qilib o'rgatish masalasi ham borda. Buni mana men o'zimni tajribamdan, bizani o'quv markazlarimiz ham bor, bilasiz. O'zim ham repetitor bo'lganman va yuqoridagi fikrlaringizdan kelib chiqib aytyapmanki, ya'ni bir shaxs atrofida ta'lim shakllanadi deb. O'shanda hozir o'ylasam, demak, repetitorlik vaqtlarim yoki repetitorlik qilgan vaqtlarim xuddi o'sha bir shaxsni atrofida butun bir o'quvchilar jamlangan va o'sha shaxsni atrofida bo'lgani sabab ular keyin universitetga kirsa ham hech qachon repetitorni esdan chiqarmaydi. Shuda mohiyatni ko'ra olganda ular. Chunki o'sha repetitorni, ya'ni o'sha repetitori unga bir maqsad bergan, atrofida uni shu bir g'oya atrofida birlashtirgan, o'sha universitetga kirishing kerak degandek. O'sha shaxslar atrofida ta'limlar paydo bo'ladi deyapsiz-u, men shuni o'ylaganim, o'sha masalan 11-sinfda keladi yoki 10-sinfda keladi bola, lekin u 5-sinfdan boshlab to 11-sinfgacha butun bir maktabini bir yilda tugatib tashlaydi. Ko'rdingizmi? Qarang. Masalan, bir insonni atrofida birlashgani sabab. Demak, bu narsalarni ilojisi bor ekan. Endi buni bilmadim endi qanaqa shaklda buni oldin lekin tushuntirib bera olmaganman. Masalan, men o'zim ham hayron bo'lardim. 1 yil, 1,5 yil, balkim 2 yilga borib butun bir programmani tugatish mumkin ekan. Maktabda 5 yillab bu narsalarni qanday qilib o'rganib yuribmiz degan savollar paydo bo'lganda. Byurokratiya bu status quo'da insonning tabiatiga zidda. Masalan, mana shaxslar atrofida deyapmiz-ku, bu yerda o'zi aslida shaxsda ko'rinadi-da. Masalan, nima uchun Aristotelning atrofida birlashgan? Aristotelning dunyoni logosentrik tushunish prinsipi bor edi. Gap Aristotelda emas u yerda. Aristotel shuni tushuntirib bera olgan edi-da. U logosentrik dunyoni tushunish prinsipi bor edi. Mohiyat, ya'ni u mohiyatni tushuntirib bera olardi, boshidan oxirigacha. Ya'ni sochidan tirnog'igacha mohiyatni tushuntirib bera olardi, o'zining tushunganicha. Shuning uchun sizning atrofingizda boshqa o'qituvchilar atrofida bo'lsa ham, siz qaysidir ma'noda unga prinsiplarni o'rgata olgansiz. Shakllantirib bera olgansiz. Universitetga kirasan, universitetdan keyin nima bo'lasan? Otangning o'rni nimada? Ya'ni mening oldimga tayyorlanishga kelding. Bu tayyorlanishning natijasi sifatida otangning o'rni qayerda? Onangning o'rni qayerda? Kelajakdagi oilangning o'rni qayerda deyishning o'zi ham yaxshigina bu nima qilish, konstrukt hosil qilib berish hisoblanadi. Shuning uchun ham zotan yengib chiqdi, ya'ni repetitorlik davlat ta'limini yengdi qaysidir ma'noda. Masalan, Shunday. o'qishlarga kiritish bo'yicha mana O'qitishlarga kiritish. sizlarning bazangizda xususiy ta'lim paydo bo'ldi-da. Shunday o'quv markazlarimizni negizida biz maktablarga o'tdik. shunday. Faqat unda ham orzuyimiz qanaqa bo'ldi? Mana bunaqa o'ylardik biz. Biz 1 yilda demak shunaqa ishlarni qila olyapmiz. Qani edi biz xususiy bir maktab bo'lsak, 1-sinfdan to 11-sinfgacha bolalarimizni o'qitsak, ular qanaqa natijalarga erishar ekan? Biz hozir mana 1 yil, 2 yilda shunaqa bo'lyapmiz-u degan bir orzu bilan bu narsa paydo bo'ldi va shuni hozir shuni mevalari ustida ishlayapmiz-da, masalan, harakat qilyapmiz. Hamid aka, rahmat bizani podkastimizga kelganingizdan. Boshimiz osmonda, xursandmiz. Agar sizni bir fikr yetakchilarida va boshqa juda ko'p podkastlaringizda deyarli hammasini ko'rganman desam bo'ladi, Fikratda kuzataman. Ko'p joylarda o'zingizni juda ham yaxshi bir fikrlaringizni bergansiz. Hozir mana ota-onalarimizga biza bir ta'limda va tarbiyada aynan mana shu davr insoni sifatida qanaqadir bir tavsiyalaringiz bo'lsa, mana siz ham farzandlar tarbiyalayapsiz ekan, qiyinchiliklaringiz bor, o'ziga yarasha yutuqlaringiz bor. O'shalardan kelib chiqib bir tavsiyalar bersangiz juda yaxshi bo'lardi. O'zbek rahmat taklif uchun. Ta'lim masalasida biz ishonchli deb bilgan ta'lim muassasalari, bu universitet bo'ladimi, maktab ta'limi bo'ladimi, hamisha suhbatga tayyor bo'lamiz. Chunki ma'lum bir avlod sifatida majburiyatlarimiz bor.
majburiyatlarimizki kamchiliklarimizni aytib ketishimiz kerakda. Bilamiz bizlar mana shu orqamizdan kelayotgan avlodga mana shu kamchiliklarimiz bor, xato qilib qo'ydik shu yerlarda. Endi to'g'rilashimiz kerak. Buni aytganimizdan keyin to'g'rilashga bir kuch paydo bo'ladi. Shu nuqtai nazardan bu platforma berganingiz uchun rahmat deyman. Sog' bo'ling. Biz Fikratning har oy yakunidagi Toshkent shahridagi uchrashuvlarini sizning o'sha nimangizda, maktab hududida, ma'naviyat nimasida, zalida ko'p o'tkazganmiz. Va men o'sha paytlar ham o'ylardim, bu ham jiddiy bir mas'uliyatni talab qiladi. Siyosat haqida gapiradiganlar bilmaysiz-ku nimani gapiradi. Siyosat hamisha bu o'tkir mavzu bo'lgan. Bu masalalar ham biz uchun o'sha Registon maktabining qadrini oshiradi bizning oldimizda. Xuddiki qadr va qadriyat so'zi bir-biriga yaqin, ildizi bir bo'lganligi uchun o'sha qadriyatlarimiz birligini ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan taklif qilishingiz bilan xo'p dedik. Boshqa keyin ham taklif qilsangiz kelamiz. Rahmat. Kamera bo'lishi shart emas, alohida ham gaplashaveramiz. Kamera bo'lsa ham gaplashaveramiz. Zotan kameraning oldidagi va kameraning tashqarisidagi gaplarimizda katta farq yo'q. Shuning uchun rahmat taklif qilganingiz uchun va ota-onalarga bir maslahatim bo'lardi, agar maslahat berish qandaydir vakolatim bo'lsa, uzr so'ragan holatda ham aytaman buni. Siz bolangizni davlat maktabida o'qitasizmi, ustun va kamchilik tomonlari bor. Xususiy maktabda o'qitasizmi, ustunlik va kamchilik tomonlari bor. Xususiy maktabga olib keldim, hamma narsa hal bo'ldi degani emas. Ikkalasida ham davrimizning o'tish davrining o'ziga xos xususiyatlarini tushungan holda markaziy mas'uliyat bizda ekanligini unutmasligimiz kerak. Markaziy mas'uliyat qayerga olib borsangiz ham. Va bu maktabda ham, ya'ni davlat maktablarida ham, xususiy maktablarda ham doimiy shu maktab rahbarlari bilan, o'qituvchilar bilan doimiy munosabatlar orqali bu o'zining sog'lomligini saqlab turadi. Doimiy kommunikatsiya deymiz-u, aloqalarni doimiy yo'lga qo'yib turish kerak demoqchisiz. Rahmat Hamid aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Unda yakunlasak ham bo'ladi. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat.